Odatda kam ta'minlangan mahallada yashaydigan kam ta'minlangan inson chiroyli hayot kechirish ehtimoli baland ekan. Shuncha aytaman, insonni o'zi statistika bo'yicha dunyoda $2000 ko'p topganlar boy ekan. O'zingni asl o'zi kimligingni bilasanmi yo'qmi? Mani hayotimda zo'r g'oyalarim bo'lgan. Mana shu g'oyani qilyapman, zo'r g'oya boshladim degan narsam o'xshamagan. Agar sen tadbirkor bo'lib intilmasang, doim o'sishda bo'lmasang, sen noto'g'ri yo'ldasan deb qo'yishadi-da. Hamma har xil baxtli bo'ladi. Men aytmoqchimanki, siz tadbirkorlikda umuman sohangizda eng ustasi bo'ldingiz degani eng baxtli bo'ldingiz degani emas. Agar aytaman, bolani o'zini tanlashiga qo'yib beradigan bo'lsangiz, bola o'zini 13-14 yoshda, 15 yoshda tanishgan do'stlarini ko'zi bilan ko'radi. O'sha start mana shu yerdan boshlanadi. Mana siz bilan bizning xatoyimiz bitta yangi ilm olib qolsak, vau deyapmiz-da, hammaga ulashib tashlayapmiz, o'zimizda qolmaydi. İçimiz pustur bo'lib qoladi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun xarakter loyihamizni 5-soni va bizning aziz mehmonimiz Umidjon aka Ergashev. Umidjon aka, xush kelibsiz. Yaxshimisiz aka? Yaxshimisiz? Rahmat. Umidjon akamni juda ko'plar taniydi. Mabodo tanimaganlarga eslatib o'tamiz. Bular FIDAB loyihasini, FIDAB setini основательlari, asoschilari. Shu kunda hozir 47 ta filial va 750 dan ziyod xodimlari bor umumiy. Bejiz bularni biz chaqirmadik. Umid aka, bizning loyihamiz biznesni detallari haqida ko'p gaplashmaymiz. Eng kerakli tomoni hozir yoshlarda, ayniqsa mana bu Z pokoleniya deydi-yu. Z pokoleniyada yetishmayotgan narsa bu energiyani yo'qotib qo'yishyapti, maqsadlarni to'g'ri qo'yisha olmayapti. Ichki intizomni tartibga olisha olmayotgan yoshlar juda ko'p. Ularning orasida hech haligilarsiz shubhasiz katta millionerlar, katta bir startaperlar bor. IT sohasidami, media sohasidami. Ammo ular hozirgi dunyoni tezlashgan bir vaqtida o'zlarining o'rinlarini topa olmasdan, yanada stress, yana siqilgan holda bizga murojaat qilishib, nima deysiz, nima qilaylik, qayerda o'sishim kerak degan joyda agar intizomni ko'rsatadigan bo'lsak, bu eng qiyin joyi-ku deb kuch yetmayapti. Sizga o'xshagan juda katta tempda, tezlikda o'sib borayotgan avvalgi pokoleniya, millennial pokoleniyadagi tadbirkorlarni o'tgan yo'li, bosib o'tgan qiyinchiliklari, o'zini ustida ishlashda bo'lgan muammolari, yutuqlari bilan shu xarakter loyihasida bo'lishamiz. Sonra yoshlarga foydali bo'lib, biz o'sha 30-35 yoshda, 40 yoshda olgan insaytlarimizni hozir yig'ib beradigan bo'lsak, bular 5-10 yil oldinga yuradigan bo'lsa, menimcha biz maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Avvalambor, umuman bu proyektingizga taklif qilganligingiz uchun rahmat kattakon. Shunga bizni lozim ko'rib, bizni ham bir hurmat qilib chaqirganingiz uchun minnatdormiz. Juda kamtar insonsizda. Yo'q. Biz hozir bu loyihada masalan bir qanaqadir patologga erishib, zona komfortga kirib qo'ygan katta tadbirkorlarni chaqirmayapmiz. Yoki bu yerda katta kichigi ham yo'q tadbirkorning. Tadbirkorlarning dinamikasiga qarayapmiz. Ularni o'zini ustida ishlayotgan dinamikasini u yoqdan bu yoqdan eshitib qolamiz. Shu narsaga ilhomlangan holda kim rol model bo'la olardi o'sha keyingi pokoleniyaga, keyingi avlodga degan holda, mana siz o'sha munosib rol modellardan birisiz. Shuning uchun keling, xarakter haqida, ichki intizom haqida va har kungi bo'ladigan ichki kurash haqida gaplashaylik-da, yoshlarimizga qiymat beraylik. O'zi hozir biz oxirgi payt shu Z avlodida ko'p bu to'g'risida gaplashyapmiz. O'zi bilsangiz, eslasangiz, aslida bizni ham paytimizda bunaqa holatlar bo'lgan. Lekin biz paytimizda yoshda, biz umuman yosh bo'lgan paytimizda bunaqa stressga tushish bo'lmagan. Hozirgi yoshlarda bor stressga tushish. Nimaga? Men o'zi buni juda ko'p gapirib kelyapman. O'zi buni 3-4 ta bo'lib o'tirgan paytlarimizda yoshlarga ko'p ishlatyapman. Mana bizning paytimizda ham o'sha o'zini zona komfortiga kirib qolgan yoshlar ko'p bo'lardi. Ichki intizomi yo'q bo'lardi o'rtoqlarimizda, tanishlarimizda. Umuman bunaqa odamlar ko'p bo'ladi. Hamma davrda bor. Bu Z avlodi deyishingiz mumkin, bu hammada bo'lgan. Nima demoqchimanki, men bu gapim bilan oxirgi payt bilasiz, ijtimoiy tarmoqlarda,
umuman hamma yoqda kirishingiz bilan boylik, eng omad, yaxshi mashina, eng yaxshi uy hammasi ko'rinaveradi. omad haqida va o'sha bir natijaga erishgan bir xil tadbirkorlar, san'atkorlar, umuman hamma o'ziga erishgan narsalarini ko'rsatib, to'g'ri, yaxshi niyatda bir motivatsiya ko'rinishida ko'rsatishyapti. Albatta bu yoshlarda shu narsani uyg'otyaptiki, man bu narsaga erisholmayman. Man harakat qilib ko'rdim va man qayerda turibman. Mana hamma mana shunaqa yashayapti. Yoki mana biz ham ko'p eshityapmiz, ayollar, misol kelinlar, mana qarang, chet elga boradi, uyga boradi, u qiladi, uyda juda noto'g'ri anaqa shakllanyapti. Qadriyat Noto'g'ri qadriyatlar shakllanish boshlayapti. Va albatta bu yoshlarni stressga tiqadi. to'ppa-to'g'ri. Men bir qayerdadir eshitgan edimda. Odatda kam ta'minlangan mahallada yashaydigan kam ta'minlangan inson chiroyli hayot kechirish ehtimoli baland ekan. Lekin ta'minlangan mahallada, boy mahallada ta'minlanmagan odam yashashi odatda ko'proq suiqasdga uchrar ekan. Dunyo statistikasida. Odatda sharoitni og'irligidan nolib suiqasdga qo'l urganlar, ular ko'proq o'sha boylarning mahallasida yashaydigan odamlar ekan. Afsuski, hozirgi kunlarda men o'sha xabaringiz bor, men ham Instagram ishlatardim, 600 mingtadan shu taqibchimiz bor edi. Taqibchimiz. Zo'r aytdingiz. Taqibchi deyiladimi? Men endi shu mana to'g'ri aytilgan ma'noda aytdim. 600 mingtadan shu bor edi va oxirgi paytlarda mana bunaqa bo'lib qoldi-da. Men bir xato ishga qo'l urdim. Men umuman ijtimoiy tarmoqqa kirganimdan keyin odatda faqat o'sha siz aytganingizdek tadbirkor xarakteri haqida, umuman общепит sohasida nima qiyinchiliklar bor, faqat shu to'g'risida ko'p gapirardim va albatta o'zimni 150 mingta o'sha taqibchim bor edi. Kuzatishardi meni. 150 mingtadan oshiq edi adashmasam va ularning asosiy qismi shu oziq-ovqat sohasidagi odamlar edi. Restoran sohasida ishlaydigan povarlar, ofitsiantlar, boshqaruvchilar. Profilni auditoriyada. Va o'sha Rossiyada o'sha oziq-ovqat sohasida ishlaydigan faqat shular kuzatishardi. Har bitta gapimda bilardim, kommentariyalarda yozilganda ham faqat shu sohamizga tegishli odamlardan kelardi. Keyin men mana shaxsiy brendni rivojlantirish uchun SMMga bir bolaga ishondim, profilni berdimda, u borib meni qanaqadir anaqaga a'zo bo'lishga ko'ndirdi. Nima deydi? Klubmi? Giveawayga o'xshagan narsalarga qo'shdida, birdaniga men taqibchilarim o'sha 600 mingtadan oshuvga obunachilarga taqibchi obunachiligi ko'payib ketdi. Ko'payib ketgandan keyin bildimki, ularning ichida meni sohamga aloqasi yo'q odamlar ko'payib ketganini his qildim-da. Har bitta gapda kommentariyalarda negativlar ko'payib ketdi. Sohani tushunmaydi-yu, lekin haligi nima deydi, bezdenliklar, agar yaxshi ma'noda bezdenliklar, bu sohani tushunmaydigan yigitlar kommentariyalar уже boshqacha chiqadi. Keyin va algoritm buzildi shekilli, kerak emas ma'lumotlarni Instagram berish boshladi. Va albatta men fokusim buzildi. O'zimning tadbirkorligimga nisbatan, o'zimning shaxsiyatim, o'zimning qadriyatlarimga nisbatan zid keladigan holatlarga uchradim. Va oldimda yarim soat ichida o'ylab o'chirib tashladim. Voy, 600 mingta podpishina o'chirib yuboradimi? Ana istoriya qo'ysangiz, istoriyangizni ko'radigan odamlar menikini 22 mingta, 24 mingta odam ko'radi. Va bu profilni sotib olsangiz bo'ladi deydi. O'chirib tashladingizmi yoki zamorozit qilib qo'ydingizmi? O'chirdim. O'chirib yubordingizmi? Deaktivировать emas. Удалить bosdim. Qo'yadi. Keyin o'tirib juda fikr qildim-da, ko'p. Dedim. Men o'zimga bo'lgan nazorat kuchli deb bilaman-da o'zimni. Hatto meni ham shunchalik chalg'ita olgan bu kerak emas kontentlar tasavvur qilolmay yoshlarni qanaqa buzayotgan ekan. 1000 mingta, 10 mingta, 5 mingta podpisчик deb
nimalarga tayyor, qanaqa o'zini qadriyatidan voz kechib, o'zini o'sha maqsadidan voz kechib adashib qolayotgan yoshlar yoki nafaqat yoshlar, butun shaxsiy brend qilayotganlar orasida juda ham ko'p bu narsa. Sizni borib o'sha akkauntni o'chirib tashlashingizni o'zi bu juda ham kuchli xarakterni alomati deb bilaman. Chunki sizni asl o'zingiz ichingizda qo'ygan qadriyatingiz, maqsadingiz buni orqasida уже zarar ko'rayotganda. Albatta, men aytyapmanki, men o'zimni ichki tuyg'u, mana qarangda, masalan, men nimaga menga buni rekomendatsiya qilib chiqib kelyapti deb jahl qildim. Men bu narsaga qiziqmayman-ku. Bir qayerdadir adashib kirib ketilgan bo'lsa, bu meni bu hamchi mana algoritm ham aytaman, ko'pchilik aytadi, ana ijtimoiy tarmoqlar yoshlarni rivojlantirishiga ishlaydi deydi-yu. To'g'ri, yaxshi narsalar ham bor edi. Men o'ylayman, ijtimoiy tarmoqlar yoshlarni chalg'itishga ishlaydi. Kamdan kam foizi Mana qidira bo'lsa, o'shanisi. mana Biz o'sha foizni hozir siz bilan biz mana shu peryodacha orqali kengaytirmoqchimiz. endi uni siz bilan biz buni kengaytira olmaymiz. Ozgina bo'lsa ham ilhomlantirsak, kimni ko'zini ochsak. Lekin mana bu 600 mingta podpисчик bilan uni akkauntni o'chirib tashlash bu juda ham kuchli, mana aytganda xarakter egasi ekanligingizni ko'rsatadi. Shuning uchun shuni chuqurroq kirish maqsadida xarakter o'zi siz uchun nima? Sizni xarakteringizda faxrlanadigan, shu kungacha sizni yetaklab kelayotgan kuchli tomonlaringiz nima? Qanday o'shalarni rivojlantirsa bo'ladi, shu haqida gaplashsak. Qarang, tadbirkor odatda bitta dona xarakter bilan ajralib turadi. Hammadan. Keling, tadbirkor demaylik, har qanaqa o'zini sohasini ustalari, ularni yagona bitta xarakteri bor. Mana masalan, qayerdadir men masalan ko'proq gapiradigan bo'lishim mumkin. Qayerdadir kam gaproq, iqtidorli odamlar bor. Qayerdadir boshqa xarakterlar bilan odamlar bor. Lekin hammasida bitta dona mukammal xarakter bor. Javobgarlik hissi. Javobgarlikni ola olgan odamgina o'sadi, rivojlanadi. Bilasizmi, juda ko'p korxonalarda bor. Davay anaqa Shuhratjon yoki Anvarjon, mana bugundan boshlab mana masjidga siz boshliq bo'lasiz. Oyligingiz oldingidan ko'ra 3 barobar ko'p bo'ladi. Lekin javobgarlik sizda. O'sha yerda bolalarga siz javobgarsiz va shu yerda tovar yo'qolsa siz javobgar. Yo'q, menga kerak emas bunaqa javobgarlik. Men tinchgina pulli joyga qo'ymayman, xo'jayin, qo'ying deydi. Men tinchgina ishim tugadi, ketdim, oilamni oldida, bag'rida xotirjam yashagim kelyapti. U aniq tadbirkor emas, aniq o'suvchi odam emas u. Yo'q, tushunasizmi? Mana kelingda bitta narsani gaplashib olsaydik, mana biz xarakter haqida biz qanaqa mana hamma har xil baxtli bo'ladi-da. Men aytmoqchimanki, siz tadbirkorlikda yoki umuman sohangizda eng ustasi bo'ldingiz degani, eng baxtli bo'ldingiz degani emas aslida-da. Hozirgi yoshlarga ham shuni aytaylik. Shunaqa. Sen qayerda baxtli bo'la olasan? Masalan-da. O'zingni asl o'zi kimligingni bilasanmi, yo'qmi? Mana ko'p mana yoshlar mana xarakter ma'noda o'zi nima xohlayotganini hayotda va uni o'zi nima baxtli qila olishini va uni nima qalbini xotirjam qila olishini hali bilmaydi-da. Mana masjidda baribircha odam gaplashib olish kerakmi deyman-da. Mana bitta o'rtog'im bor, unga ko'p gapiraveraman-da. Davay o'rtoq biznes qil, men mana biznesmenman, mana buni qil, buni qil, mana buni qil, mana buni qil. Mana bunaqa qilsang, mana bunaqa bo'ladi. Men bilaman, seni anaqang yetadi, shunga kuching yetadi desa. Voy, umid to'xtadi deyapti. Bo'ldi, iltimos, menga motivatsiya berish to'xtadi deyapti. O'rtoq, men seni yoshligingdan yoningdaman. Qo'y, meni uyim bor, mashinam bor. Meni ikkita qizim bor, o'g'lim bor. Men har kuni ishdan keyin borib, qizlarim bilan o'tirib, birga dars qilib, suhbat qilaman. O'g'lim bilan birga o'tirib futbol ko'raman. Onamning oldlarida ko'proq vaqt o'tkazaman. Qo'y, men seni yo'lingga kirmayman deydi. Men seni ko'ryapman, halovating yo'q deydi. Kechasi 2-3da ana onlayn bo'lib o'tirgan bo'lasan. Keyin ishxonaning gruppasiga kiryapman orada. U meni kompaniyamda ishlaydi-da. Kechasi ham tochkalarni nazorat qilib yurgan bo'lasang, ertalab yana keyin soat 8da ham menga сообщение yozasan. O'rtoq, qo'y, menga halovat kerak deydi. Mana shu oylik menga yetyapti. Mana shu meni baxtli qila olyapti. Seni yo'ling menga kerak emas. Kel, shuni gaplashib olaylik sen bilan. Men hozir
sani qo'lingda xodim bo'lib yurganligim mani baxtsiz qilayotgani yo'q. Mani sharaflantiryapti. Man do'stim bo'lsang ham, lekin rahbar sifatida sani jamoangni va seni boshlagan yo'lingni ketida yurish mani sharaflantiryapti. Bizani san o'ylayapsan, bizga yetadi. Zo'r Mana misol. mana tushunyapsiz? Zo'r misolda bu. Juda ko'p o'sha biznes coachlarmi yoki o'sha biznesmenlarmi agar sen tadbirkor bo'lib intilmasang, doim o'sishda bo'lmasang, sen noto'g'ri yo'ldasan deb qo'yishadi-da. Aslida bunaqa emas. O'sha 80%, 90% normal insonlar o'sha oilaviy bir baxt his qilib, o'sha boriga shukr qilib, ibodatda bo'lib, jahon kezib, oxirgi pulga ham jahon kezadiganlar juda ko'pda. U degani ularning yo'li noto'g'ri emas. Ana tushunyapsizmi? Mana Qaysidir foiz lokomotivlar bor, kimgadir shu bizga taqdirdan berilganmi yoki genetika tomonidan berilganmi? Taqdir yana qanaqadir detskiy travmalarimiz ham bizga shunga yaxshi to'g'ri shakllanishimizga, shu jamiyatga qaysidir yetakchilar yetishmayotganligi uchun bo'ynimizga olib qo'yamizda, keyin o'sha aytganingizda 2-3 kecha ish bilan shug'ullanib, выходноylar отпускga o'tib ketgan, keyin Kurgulga mana shu narsadan energiya olamizda. Mana hattoki o'g'lim bilan gaplashib o'tirganimda unga ko'pincha tushuntiraman-da. Qara, o'g'lim. Qarang-da, ana juda ko'p ota-onalarimizda ko'pchilikda kamchilik bor-da. Aytadiki, yosh katta bo'lgandan keyin o'zini yo'lini o'zi tanlaydi. Men unga yo'l ko'rsata olmayman. Qarang, u bola hayotni sizni ko'zingiz bilan ko'rganini emas yomon. U o'zini xohlagan ko'zi bilan ko'radigan bo'lsa, Noldan boshla, shuncha o'pit ketdi. u bilmaydi-da. Masalanda, mana masalan, biz maktabligimizda esingizda bo'lsa, estafeta bo'lardi. Qo'limizda bitta anaqani yog'och ushardik, yugurardik, keyingi kutib turganga berardik, u olib keyin ketardi, bilasizmi? U o'g'lim qo'lida mana bu narsani ushlamasdan o'zi yugurib, uni topib, yana kimgadir bergandan ko'ra, mandingni olib, dunyoni mani ko'zim bilan ko'ra olib, men ko'rganchalikda endi. Masalanda, u masalan, u yosh bola 13 yoshdan, 14 yoshdan u bola bilish kerak-da. Kelajakda kim bo'lmoqchiligini. Masalanda, qanaqa yo'lda ketayotganini deb tushunaman. Mana shu narsa o'sha bolani o'zida bo'lish kerak, vibr degan narsa bor-ku. Bu g'arbiy feodal eksploatator deyilardi-yu oldingi haligi sotsiologik tilda. O'shalardan keltirib chiqarilgan bir tushunchami deb o'ylayman, singdirilgan. Chunki o'sha g'arbda bankirlarni, moliyachilarni olib qarasangiz agar farzandini vibri yo'q. Sen moliyani boshqarasan, shuni o'rganasan deydi. Sharqda ham Yaponiyada kompaniyalar 300 yil, 400 yilga haligisiga tarixiga ega. Biz shuni ishni qilyapmizmi, sen davom ettirishing kerak deydi. Boshqa vibr yo'q. Shunda maksimalni qadriyat berib boraveramiz jamiyatga deydi. Xuddi masalan farzandingizga siz o'zingiz bilganingizni o'rgatib, o'zingiz sohangizni davom ettirishga undashingiz, bu yelkamga oyog'ingni qo'yganda yana balandroqqa yetasan. Yo'q, men o'zim boshqa joydan boshlayman desa, yana siz bilan yana o'sha urovenda biz haligi pastda ushlab turish bir sxemasi deb o'ylayman-da buni. Mana shuni aytayapman-da. Mana bu xarakter proyekt e'tibor menga yo'qotgani zo'r mavzuni olib chiqqansizlar, savolni tushuntiraman-da. Farzandimizni o'qitamiz. Mana juda ko'p tadbirkorlarni tushunmayman-da. O'zi tadbirkor sohasini professionallardan bittasi. Lekin farzandi yuristlikka o'qiyapti va u o'zini yo'lida ketsin deyapti. Yoki doktor bo'lsa, ana yoki yurist bo'lsa, yoki prokuror bo'lsin deydi. Yana vaqt yo'qotilyapti-da. Tushunyapsizmi? Agar shu bolani 13-14 yoshdan, 10 yoshdan boshlab, o'g'lim, qara, to'g'ri, mamlaqa odam bo'lishing mumkin. Mana men bolalarim bilan birga fast foodga kiraman, birga ta'mini ko'ramiz. Mijozidan kelayotgan har bitta jalbalarimiz deymiz, negativlarni u bilan o'tirib obsujdat qilaman. 9 yoshli bola bilan. O'tirib shuni biza gaplashamiz. Katta bolalarga o'xshab. U 16-18 ga kirganda bir 30 ga kirgan menejerdek tajribasi bo'ladi uni. Tushunsa, mana bitta qaysi filialga borib qolsak, men ko'chada o'tiraman, kirib qarab chiq, nima kamchiliklari bor. Kirganda nimaga e'tibor berish kerak, qaysi kamchilikni ko'rish kerak,
tushuntiraman, o'rgataman. Nimaga? Agar bu mana hozir yoshligidan anaqa gaplashamanda, masalan, qayerda nima bo'lyapti? Biza bolalarimni masalan qaysi sohada ketasanlar demayman men. Qayerda ochasanlar deb gaplashaman. Qayerda ochasanlar? O'sha start mana shu yerdan boshlanadi. Sen Yevropani ochishing kerak, sen Amerikalarni ochishing kerak. Aniq strategiya bilan miyasiga quyib, tushuntirib hayotni. Agar aytaman, bolani o'zini tanlashiga qo'yib beradigan bo'lsangiz, bola o'zini 13-14 yoshda, 15 yoshda tanishgan do'stlarini ko'zi bilan ko'radi. Yelkangizga qo'yib gorizontni ko'rsatsangiz, uzoqroq ko'rishni boshlaydi siz qilayotgan narsa. Tushunsa, u o'zini bizni nima qilyapmiz? Otalarimiz farzandlarimiz bilan gaplashmaymiz. Biz bandmiz hammamiz. Men o'zim ham nazar tutdim. Lekin men shunga harakat qilyapman. Men gaplashishga. Mana o'qishingda nima bo'lyapti? Qanaqa bo'lyapti? Nima bo'ldi? Qanaqa bo'lyapti? Men bolanicha bahosiga qiziqmayman. Bu o'qishdan nima olganiga qiziqaman xolos. Dunyoqarash qanday kengayib boryapti, qanday shakllanyapti, nima muammolari bor. Hozir farzand tarbiyasi haqida aytdingiz. Именно shu farzandi katta bo'lib shakllanayotgan paytida 12, 13, 14 yoshligida rosa otaga taqlid qilish boshlanadi-da. Ayniqsa o'sha 1-sinfdan boshlab eng zo'r Superman, dadam Superman. 14-15 dan keyin ya dadam bilmas ekan, men undan ko'proq narsani bilaman yoki falonchi boshqa odam biladi deganda rol modelligi yo'qoladi. Juda ko'plarda yo'qoladi, lekin ayrimlarda yo'qolmasligiga men guvohi bo'ldim. Siz aytgandek, har kuni 5 minut bo'lsa ham, 10 minut bo'lsa ham, haftada 1 soat, 2 soat bo'lsa ham shaxsiy o'sha farzand bilan birga ishlaydigan bo'lsa agar, bu degani demak bog'liqligimiz bir-birimizdan connection va Bluetooth yoqilgan bo'ladi-da. Bluetooth o'chishi bilan o'zi siz rol model bo'lmaysiz. 14-15 yoshdan keyin boshqa qanaqadir mashhur insonmi, boshqa bir qaysidir pop show kulturadagi insonlar, qaysidir blogerlar ularga rol model bo'lishni boshlaydi-da. Keyin o'sha qanaqa siz 5 yil, 10 yil davomida qanchalik uni o'zingizni to'g'ri deb bilgan yo'lingizga chaqirmoqchi bo'lsangiz agar ta'sir qilmaydi. Mana shuning uchun men ko'pchilikga aytaman-ku, men farzandimni geroy bo'lishni xohlayman. Oxirigacha deydi. Bilasizmi, farzandini oxirigacha geroy bo'lib qolgan otalar haqiqatdan, lekin bolalari qanaqadir neambitsiyozniy bo'lib katta bo'lib qoladi, sezasizmi? Men ham bolalarimni geroy bo'lishini xohlayman, lekin bir kun kelib o'g'limga qarab, "Ey o'g'lim, sen meni yutding, gap yo'q." deyish xohlayman. 100%. Mana mashina men sindiryapman. Men bolalarimga hozirdan aytamanki, "Ada, siz baribir anaqa deydi. Siz anaqasiz deydi, maqtab meni. Bilasanmi, ada, mana siz nimani orzu qilasiz deydi bolalarim. Bir kun mendan o'tishingni, bir kun hozir seni men geroyimman-ku. Bir kun kelib, sen meni geroyimga aylanishingni xohlayman. Va menga gelik olib berishingni xohlayman deydi. Ata, gelik o'zingiz ola olasiz, nega olmaysiz? Yo'q. Sen ishlab pul topib, sen olib berganing, mana shu dunyoda men moliyaviy bergan tarbiyamdan yutdim deyman. Sen meni geroyimga aylangan kuning qadriyatdan yutgan bo'laman, bolam deyman. Mana shu orzuyimga erishtirasan degan umiddaman debchi 9 yashar bola bilan gaplashib o'tiraman. Qo'y. Majburman. Nimaga? Meniki meni atrofimdagi juda ko'p tadbirkor akalarimni ko'ryapman-da. Farzandligi katta bo'ldi ular. Yaxshi bolalar qilib tarbiyalashganligi juda ko'p. Juda tarbiyali, juda qadriyatli bolalar ko'p edi. Lekin anaqa yo'q, xizmatga yo'q. Xizmatga. O'sha programmalashtirilmagan, dasturlashtirilmaganda hamma narsa dasturlashtiriladi. Hatto o'zimizni intizomimiz ham, masalan, intizom yetmayotgan ukalarimizga mana bunaqa qilasan, mana bunaqa qilasan, hech bo'lmasa mana bunaqa qilib yo'llarini ko'rsatamiz. Intizom bir kunda paydo bo'ladigan narsa emas-da. O'shani ham tizimlashtirish mumkin. Hozir siz aytayotganingiz farzandni o'sishini intizomiga tizimga solish, programmalashtirish. Agar nima deydi, men biznesimni tizimga solaman, biznesimni o'zimni dissiplinada ishlayman, lekin farzandim qanaqadir maktab yoki uydagilar tarbiyalashsin, men daxlim yo'q, bu ayol kishini ishlaydigan bo'lsa 100% xato bo'lib qoladi bu. Bittachi mana kompaniyamni tizimlashtiryapman. Shu tizim ichida o'g'limda Yashay. Mani kompaniyam bu davom ettiradi-ku. Bu tizim umumiy. Mana bizni kompaniyamizni masalan ko'pchilik aytishyaptiki, brend bo'ldinglar deyishyapti.
to'g'ri hamma brendni otgan bo'lishi mumkin, man lekin hali o'zimni brend deb hisoblamayman kompaniyamizni. Qachonki kompaniyamiz ikkinchi qo'liga o'tib, uni qo'lida ham rivojlansa, ana unda brend bo'ldik deyman. Demak, yaxshi tizimni o'rnatib qo'ygan ekanman. Bo'ldi, уже nima deydi? Упакованный biznes. Haligi предельно упакованный biznes. Bundan уже IPOga tayyorlaysanmi? Xalqaro bozorga olib chiqasanmi? Mana men kompaniyamda majlislar bo'layotganda o'g'limni olib kelyapman. Tizimlashtiribman. Ko'pchilik yosh bolalar olib keldi-yu, yo'q, buni tizimni ichida bu. Hozir har bir yaratilayotgan tizim bu jonlisi bu. Biz ham kompyuterni решениялар qilyapmiz, oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha ishlayapmiz, boshqa qilyapmiz va keyingi boshqaruvchini tizimga qo'yamiz noldan. U programmalashtiryapti yoshligidan. Xarakterdan shakllanish dasturi o'rnatilyapti xarakterda. Yoshligidan xodimlarni ko'rish kerak. Kompaniyadagi nechta odam rizqi boylanganini ko'rish kerak. Va uni yoshligidan biz kompaniyani ochishimiz, rivojlanishimiz, kengayishimiz faqatgina bizni va bizni partnyorimizni oyligini, pulini ko'paytirish emas, shu brendni dunyo darajasiga olib chiqib, juda ko'p insonlarning rizqiga sababchi bo'lish va o'sha davlatga o'sha solig'ini to'lab yordamchi bo'lish degan narsani niyat qilgin deyman unga. Zo'r. Hozirchi mana ko'pchilik aytishi mumkin, farzandingiz qiyinchilikni ko'rish kerak deydi. Ishoning, 15-14 yashar bola otasini taxminiy moliyaviy sharoitini va qanaqa sharoitda yashayotganini yaxshi biladi. Siz uni qiyinchilik borib ikkita qop ko'tartirib yoki boshqa qilib turib, siz unga qiyinchilikni ko'rsata olmaysiz. Baribir ichki qo'rquv biladi. Ichki qo'rquv yo'q. Biladi ichidan. Uni sharoiti bor. Eng yaxshisi unga maqsadlar qo'yishga yordamlashishingiz kerak. Javobgarlikni his qilishni o'rgatish borish kerak. Albatta. Javobgarlikni his qo'yishni o'rgatishingiz kerak va albatta uni oldiga o'zingizdan boshqa, mana men bu gapim ko'proq tadbirkorlarga tegishli hamda. Maslahatim, men aql o'rgatmayman, lekin men hali ko'p narsani bilaman deb bilmayman. Men dunyo qarashim hozirgacha tushunib yetganim shu bo'ldi. Maqsadi yo'q odam nima qiladi? Qo'lidagi bor pulni ishlatishni boshlaydi. Komfortga kirishni boshlaydi, zona komfortga kirishni boshlaydi. Ana o'shanda bor narsasini ham yo'qotadi. Agar biz farzandlarimizga maqsadni to'g'ri qo'yib bera olmas ekanmiz, bu ham bir xarakterda. Albatta. Bu xarakter shakllanadi. Og'riqlar bilan shakllanadi. Men aytmoqchiman, tadbirkor emas otasi bo'lsa-yu, oddiy oilada katta bo'lgan bolalarchi bo'ldi. Ularda ham o'ziga o'sha maqsadni shakllantirish kerak-da. O'zini baribir hammani bitta ustozi bo'lishi kerak. Hammani ustoz qilib bo'lmaydi. Ustozni qaysidir ustozingiz qaysidir etapga yetganingizdan keyin boshqa ustoz sizga ma'qul bo'lib qoladi-da. Shu narsani shu protsess o'zgarishini bir yoritib beringda. Masalan, qaysidir etapda 10 yil oldin qaysidir boshqa ustoz bo'lgan sizga o'sha odam ruhlantirgan sizni. To'g'ri, mana qarang. Bitta ustozingiz bo'ladi, qaysidir etapgacha sizga bera olganini beradi. Lekin keyingi ustozga o'tayotganingizda yangi ustoz o'rgatgan narsani sizga borib ana eski ustozingizga aytib berishingiz kerak. Agar u eski ustozingiz bu ustozingizga aytgan gapini aylantirib siz hazm qila oladigan qilib qaytarib beradi. Uni tilini tushuntirib beradi sizga. Nega siz tilingizni eski ustozingiz yaxshiroq tushunadi. Sizni o'sha xarakteringizni, sizni dunyo qarashingizni yaxshiroq bilganligi uchun bu ustoz unga to'g'ri kelish kelmasligini o'rgatib yuboradi. Hamma holatda ham bu to'g'ri kelmasligi mumkin. Chunki sizni o'zi yangi etapga chiqqaningizda boshqa o'rindagi ustozingizni nima deydi, dunyo qarashi yoki bo'lmasa berayotgan sizga qanaqadir yo'nalishlari avvalgi ustozingizni o'rinda bo'lmaganligi uchun uni noto'g'ri tushunish ham, konflikt bo'lib qolishi ham mumkin, qizg'anish bo'ladi ustozlar orasida. Yo, noto'g'ri aytayapti, bunaqa deb o'zini. Lekin sizda hozir shaklda ustoz unaqa qilmaydi. Meni ustozim masalan, keyingi ustozga o'tayotganda chaqirib, men senga bera olgan narsani bera oldim. U mendan ko'ra ko'proq narsani biladi, mendan ko'ra kattaroq ko'rlarda yurgan. U senga yaxshiroq narsa bera oladi. Lekin meni uyim senga ochiq. Har qanaqa vaziyating bo'lsa kel. Lekin men duo qilaman seni.
man senga o'rgata oladigan narsam faqat qadriyat bo'yicha nimalar o'rgatib turishim mumkin. Lekin u sohada endi u ilmi katta, uni olishing kerak deydilar. Shu kungacha erishgan muvaffaqiyatlaringizda ustozlarning roli Katta. foizda o'lchaydigan bo'lsa nechi foizi o'zingiz bo'lganda, ustozsiz bo'lganda shuni nechi foizga erishgan bo'lardingiz? Umumiy bir zo'r Sababi bo'yicha gapirsak, baribir qadar deymiz, istiqbollar deymiz, lekin mani ustozlarimni foizi juda katta. 100 deyvering. Endi aytaman 100%. Lekin qarangda, ustozchi sizga har doim ham yo'l ko'rsata olmaydi agar sizda og'riq bo'lmasa. Tushuntira oldimmi? Bittasi aytayotdi-da, hayotim yomon, anaqa, bunaqa deyapti-da, lekin harakat qilmayapti. Harakat qilmayaptimi? Demak, og'riq yo'q. Og'rig'i bor odam harakat qiladi. og'rig'i bo'lish bo'lmasligi bu maqsad bor yo'qligiga. Tushunsa, noqulay bo'lishi mumkin. Unga hayot qanaqani? Pul yetmayotgan bo'lishi mumkin. Pul yetmayotgan bo'lsa, qarz olib turish mumkinmi? Mumkin. Ro'zg'orini sal kamaytirsa, keyingi oygacha yetib olish mumkinmi? Yetib olish mumkin. Tushunsa, lekin og'rig'i bor odamdachi, og'rig'i bor odam uxlamaydi. Og'rig'i odam yasholmaydi. Tushunasizmi? Unga ming motivatsiya bersangiz ham, agar og'rig'i bo'lmasa-chi ichida, umuman ishlamaydi bu motivatsiya. Hozir siz bilan biz gaplashyapmiz, lekin men endi aytaman, 100 mingta odam ko'rsa bu videoni, undan 10 tasi ola olsa, biz yutdik siz bilan. Albatta. Mingtasi ham demayapman. Bittasi ertaga qanaqa korxona quradi, qancha odamlarga javobgarligini oladi, qancha odamlarning oilasini boqishiga sabab bo'ladi, qancha odamlarning o'zgarishiga sabab bo'ladi. Biz ham bir sababchimiz siz bilan. Bizga ham sababchi bo'lishgan. Yana qaytsa bir shuncha auditoriyaning ichidan bittasi. Hozirgi yoshlarga eng asosiy katta maslahatim ijtimoiy tarmoq o'chirishsin. Hozir o'zida. Chalg'ishmasin. Va O'chirishsin. javobgarlikni olishsin. Javobgarlikni olish. Uylanmaganlar uylansin. Oilasida masalan, chorsa ota-onasini ro'zg'origa bo'ldi, olsin javobgarlik. Qo'shnisiga ham olsin. Men farzandlarimgacha sen o'zingga, qo'shningga, aka-ukalaringga, amakingga, ammangga, uni bolalarigacha javobgarsanlar deyman. Men o'zimning shogirdlarimga aytaman, mana qaranglar deyman, davlat rahbarlarida shuncha katta byudjet ajratiladi ularning yashashi uchun, xavfsizligi uchun. Nima uchun? Chunki ular shuncha nechadir million aholiga javobgarlikni olib turganligi uchun hamma rozi. Davlat rahbari bo'lgandan keyin ko'proq yashasin, ko'proq boshchilik qilsin bizga, ko'proq shu yo'limizga ortib tursin deyiladi-da. Xuddi shunaqa oilangizga 10 kishiga javobgarlikni olasizmi, 100 kishiga olasizmi, ves mahallangizga olasizmi? O'shancha odamni podsoznательный energetikasi bo'yicha siz doim ta'minlangansizda, energiya bilan ta'minlangansiz. O'zimizni tilda aytadigan bo'lsa, duo bilan yoki bo'lmasa siz bir yo'lingiz, yukingiz yerda qolmaydi, shuncha odamni yo'l boshchisi bo'lib, shuncha odamni oldinga yetaklashga sababchi bo'layotgan bo'lsangiz. Endi mana bunaqa mana masalan davlatimiz liderlari, misol prezidentimiz deydigan bo'lsak, ular bekorga unaqa bo'lishmagan. Ular javobgarlikni har doim katta olishgan-da. Masalan, men hozirgi ularni ishlayotgan grafiklarini ko'raman-da, lekin menda yo'q bunaqa energiya. To'g'risi. Menimcha shu javobgarlikni kengayib borganida unaqa energiya keladi-da. Shuncha odamni energiyasi sizga o'tishni boshlaydi. Mana yo'q, o'sha javobgarlikni olganingizdan keyin o'zingizni ichingizda shunaqa g'ayrat keladi. Javobgarlikni olgan odam yutadi. Hamma aytadi, "Men shuncha odamning javobgarligini olsam, men qachon o'zim uchun yashayman?" Menga ko'rsatib ber, kim o'zi uchun yashayotgan ekan. Hamma mana ta'minlangan, zo'r uylarda yashaydigan odamni ham eshitsangiz, baxtsizman deydi. O'zi uchun yashagan odam, ayniqsa mana shu kunlarda aniq chirayotgan odam bo'ladi. Instagram sizlarga aytishi mumkin. Menga Instagram mana narsani berdi deyishinglar mumkin, lekin tarozga solinglar. Tarozga solinglar. U qancha foydali narsa berdi-yu va qancha kerak emas narsalar bilan sizni miyangizni band qildi. Hisob-kitob qilganingizda tushunib yetasizlar, buni zarari ko'pligiini. To'g'ri, ko'pchilik aytishi mumkin, foyda keltiradi. To'g'ri, foyda keltiradi. Men aytaman, foyda keltirgan hamma narsada bir zarar bor-da. Men anaqa bir hindistonlik Mahatma Gandi aytganmidi, xonamga toza havo kirish uchun oynani ochishim kerak. Lekin bilaman, oynani ochganimda toza havo bilan birga qo'shilib, o'sha chang kiradi deydi.
endi u chang kirmasin deb man havoni kirgizolmayman deydi. Ochaman, baribir kirsin chang deydi. Lekin havo ko'proq kiradida. Biza agar ijtimoiy tarmoqda olayotgan narsamiz hisob kitobini aniq qilishimiz kerakda. Foydali narsa ko'proq bo'lsa, mayli qilsin. Lekin men hozir o'ylamayman. Algoritm shunaqa tuzilganki, uni bitta foydani kontentni orqasidan 5 ta zararli narsani kirgizib yuboradi. Oddiy shu scrollingni o'zi ham masalan qisqa dopaminga o'tirib qoladi. U narkotikni kim o'z kuchi bilan chiqib ketayotgani kamdan kamda. Xuddi shunaqa o'sha scrollingga tushib qolgandan keyin u qiyin bo'ladi juda ham. Hozir uni boshida nazorat qila olasan, lekin miyada mana bu yengil dopaminga o'rganadigan neyronlar paydo bo'lgandan keyin o'sha 3 oy, 4 oy bir seryozni detoks qilishing kerak bo'lib qoladi. Mana bu-chi mana ham xitriyda bitta foydali narsani beradi. Yoki ana bitta darsni chiqaradida sizga. Bitta ilm bor, dars haqida ekan deysiz, keyin ketida ana qimorga o'rgatadigan, darsga o'rgatadiganlarni chiqarib beradi. Bilintirmasdan ozgina 1% buzib boradi-da, no Kaizen'da aytgandek 1 yildan keyin qancha buzilganingizni ko'p hisoblab olavering. Men o'zimda bu narsani kuzatdim, hammada bo'lib turadigan narsa. Men oxiri buni kurashish bitta yo'lini topib oldimda. Masalan, agar biror narsani ko'rmoqchi bo'lsam, agar og'aynilarning storiesini boshqasini ko'rmoqchi bo'lsam, 3 ta scrolling qilaman 3 marta. Shu 3 martaning ichidagi narsani yaxshi fokus beraman. Menga nima demoqchi bu? Qanaqalik qilmoqchi? O'shandan bir insight yoki bir donishmandlik, bir направление qidiraman-da. Yoki oxirgisi yoki birinchisi yoki demak bu bunga belgi bo'ldi. Bugun mana shunaqasiga e'tibor berishim kerak ekan deyman-da, shu bilan to'xtataman. To есть uni kontentiga qiziqmayman, bermoqchi bo'lgan menga nima deydi? Har narsada belgi beradi-da. Nimaga belgiligiga ishonsangiz, o'sha belgi sizga bo'laveradi. Bitta yo'l topib oldik. Mana bu chastotada ishlar ekan deydi-da. Yuqoridan sizga o'sha chastota bo'yicha направление kelaveradi. To есть ixlosing sari beriladi deydi-yu. O'shada shuncha aytaman, ijtimoiy tarmoqlardan sal qochish kerak deb tushunmayman oxirgi payt. Sizga hozir savol tug'ildi. Oxirgi qaysidir podkastingizda ko'rganimda, hozir zavq kamaygan menda deyapsiz. Zavq kamayganligini sababi nimada deysiz? Ko'plarda bo'lib turadigan narsa. Endi bu yoshlarimizga bir haligi o'zlarini siz bilan bog'lab, o'zlarini bir chetdan qaragan holda misol bo'lsin deyman. Nima zavq kamayganligini sababi nimadan deb bilasiz? Undan chiqib ketish, keyingi etapga o'tish rejasi qanaqa? Praktika bo'lsin, praktik maslahat bo'lsin. Aslida zavq siz qachon keladiki, siz har erishayotgan sizni maqsadlaringiz sizni va atrofingizdagilarni xursand qilishni boshlash kerak. To'g'rimi? Ana o'shanda sizda zavq paydo bo'ladi. Lekin men tadbirkorlikka kirib ketgan sari atrofimdagilarga tadbirkorlik qilgin, san ham o'sgan boyga o'rtog'imga rivojlangan, dunyoqarashingni kengaytirgin deb ko'p bosim qilayotganligim yoqmayotganligidan va bu menga endi ozgina anaqa beryapti. Men ham shu imенно siz aytayotgan yo'lda bo'ldim. Uni yechimini qanaqa topdim bir oxirgi 6 oyda. Undan oldin o'sha og'aynilarimga mana bunaqa programma ochildi, mana bunaqa nastavnichisi bor, birga boraylik, birga o'rganaylik, mana bunaqani qilib ko'rgan, davay birga intizom qilaylik, birga yugurishni boshlaylik ertalab deb hammani tortib ko'rishga harakat qildim. Uni tagiga yetadigan bo'lsam agar, men bu intizom orqali, bu harakat orqali keyingi etapga chiqyapman, hayotimning keyingi etapi, keyingi masshtabiga. Sizlar qolib ketmanglar, birga bo'laylik oxirigacha. Chunki borgan sari qiziqishlar, qadriyat, o'sha nima deydi, bo'sh vaqtni qanday o'tkazish ham har xil bo'lishni boshlaydi-da. Masalan, siz 10 da yotasiz, ertalab 4 da turasiz. O'la bo'lsa, u narsani hali bo'laveradi 12 da 1 da yotsak ham deydi-da. Уже 2 soat ertalab ham kechqurun ham qiziq общий temalar yo'qoladi. Shuni tagiga yetganimda nimaga keldim? Demak, menda qo'rquv bor ekan, o'zimni jamoamsiz keyingi etapga chiqishga. Bir o'zim bo'lib qolaman. Meni tushunadigan insonlar atrofimda kamayapti. O'sha qanaqadir strah одиночества bizda уже inson bo'lib turgan, yaralganimizdan beri bor-da. Biz o'sha jamoa bo'lib yurishga komfortni his qilamiz. Lekin keyingi etapga chiqishda bir o'zim bo'lib qolmaydingizda, o'zingizga o'sha yoshlikdan qadrli bo'lgan insonlar doim men bilan birga bo'lsin deysizda. Xuddi masalan chetga o'qishga ketasiz, qaytib kelganingizdan keyin qarasangiz agar siz bilan o'zingizga qadrdon insonlaringiz bari farqi bor. Dunyoqarashda yoki bo'lmasa qanaqadir nima deydi,
zakalka уже boshqacha bo'lganligi uchun u oldingi qanchalik yaqin bo'lmang, oldingi sinfdosh, kursdosh, o'rtoqlar bitta temada bo'lish qiyin bo'ladi. Men sizga bitta misolda keltirmoqchimanda, nimaga biz tushkunlikka tushib qolamiz tadbirkorlar? Xato yo'lda ketar ekanmiz biza. Biz oldin mana shu stakandagi pustoy edikda. Keyin biza stakanimizga ozgina suv tushdi. Mana bu suv tushdi. Bu suv ilm, bilim va pul bo'ldi. Voy dedik. Voy dedikda, vashi iloji bor ekan stakanimizga suv tushishini dedikda, ana do'stimizga, qarindoshimizga hammaga berdik. Mana qilib to'kib yubordik. Yana qolmadi. Qolmadi yana, bo'm-bo'sh. Hech narsa qolmadi. Nimaga biz sal suv paydo bo'lsa ovozimizni chochyapmiz hammaga. De chochayotganimiz hisobiga nima bo'lyapti? Bizda bo'm-bo'sh bo'lib qolamiz yana. İçimiz bo'sh bo'lib qolyapti. Bilasizmi? Odatda bitta ish qilmoqchi bo'lsangiz, u g'oyangizni qilishingizdan oldin gapiraverasiz hammaga g'oyangizni. O'sha g'oyangiz sehri yo'qolib qoladi, bilasizmi? Shunaqa. Mana siz ham bitta bilimni bugun o'rganib, o'zingizga taqbiq qilmasdan turib, bugun zo'r gap eshitdim, davay deb hamma 10 ta odamingizga aytasiz-ku, ana yangi ilm sehri yo'qolib qoladi-da. O'zingizga buni sindirmaysiz. Bo'ldi, qolib ketadi. Shuning uchun men nima demoqchiman? Mana shu biz atrofimizdagilarga boru ilm ulashayotganimizni to'laveringlar biza. To'laylar, oxirigacha to'lishimiz kerak. Zo'r ilm oldiga, boydiga ushab turinglar. Nima qilamiz odatda biza? Bitta ilm olsak, sraz chochamiz yoki sal ko'proq pul topib qolsak, ketdi hammaga yordam berish, maslahat berish, kafe, restoran, o'sha xarajat qilishga tushamiz. Shuning uchun biz pustoy bo'lib qolaveramiz. Yo'q, ko'payaveringlar. Ilmimizni ko'paytiringlar. O'zimizga sindirib olinglar. Pul ko'paysin bizda. Ana to'g'rilab olinglar hamma narsamizni. Biznesimizni mustahkamroq qilib olinglar. Ilmimizni qilib mustahkam qilinglar. O'zimizni uy-joy qilinglar, atrofimizga qilinglar-da. Ana kelgan olgan ilmimiz mana shu tushgani yetadi atrofimizga. Ilmimiz ham, yangi topgan bilimimiz ham. O'sha moliyaviy tomonimiz mana shu to'kilgani yetadi. Biz qilayotgan xatoyimiz olamiz, mana shu chochamiz hamma yoqda-da. Oxirigacha Keyin bo'm-bo'sh qolamiz-da. Puli qolmaydiganlar bor, ichi pustoy bo'lib qoladiganlar bor. Maslahat berib energiyasi qolmaydiganlar bor. Energiya Boshqalarni tuzataman. Ha. Tushunsa, biz ilmni o'zimizga taqbiq qilishimiz kerak. O'zing o'zgar, atrofdagilarni o'zgartirishga harakat qilma. O'zing o'zgargin, o'zi atrofdagilar sekin-sekin o'zgarishni boshlaydi, sendan ilhom olib. Lekin gap bilan hali hech kimni o'zgartirib bo'lmagan, gap bilan hech kimni hayotini boshqa yo'nalishga yurg'izib bo'lmaydi. Tushunsa, mana sizdan ham ilm olganlar bor-ku. Mana buni ko'radi-da to'lganini. O'shanga qarab o'zi harakatini boshlaydi. Ko'ryapsiz? Mana shu taqbiq qilganingizni ko'rgandan keyin uni ko'rgani, tomgani. Tushunsa, siz mamnunlikni beryapsiz-da, u chochyapti. Berish kerak emas, faqat o'zing U ham olyapti-da, siz chochyapsiz-da. U ham olyapti-da, anaqa mengacha zo'r ilm berdi deyapti-da, ana u ham aytyapti-da, o'zi yana taqbiq qilmayapti. U yana o'zi pustoy. Hamma yoqda mana Instagramda hamma ilm beryapmiz, lekin hech kim olmayapti. Hech kim. Hamma bir-biriga uzatish bilan band. Lekin hech kimni olishdan darak yo'q. Hamma coach, hamma psixolog. To'lsin. Jim turinglar. To'lib olinglar. Natijani ko'rsatinglar. Mana masalan siz meni bu yerga taklif qildingiz-a? Siz 5 ta filial ochganda nega taklif qilmadi meni hech kim? Nima 20 ta bo'lganda misolda taklif qilishdi undan oldin. Mana o'sha natija ko'ringandan keyin taklif qilamanman-da. Natija. Buni biz sindirishimiz kerak. Mana siz bilan bizning xatoyimiz bitta yangi ilm olib qolsak, "Vau" deyapmiz-da, hammaga ulashib tashlayapmiz, o'zimizda qolmayapti. İçimiz pustoy bo'lib qolyapti. Nimaga pustoy bo'lib qolyapti, bilasizmi? Tarqatganimiz ishlamayotganligi uchun. Jon kuydirib, do'stimga aytib beryapman.
u amal qilmayotganini ko'ryapmizda, manimiz so'nib qolyapti. Eng qizig'i biz et beraverganimizda u sehrini yo'qotyapti-da, u ma'lumot. O'zimiz ham amal qilamiz. Bunda ong osti real bilan uydirmani farqiga bormasak ham xayol bilan reallikda. Siz aytib berasizda istoriyani aytib berganda siz uni hamma detallarigacha tasavvur qilasiz. Ong ostida o'ylar ekan shu narsa bo'ldi der ekan. Bo'ldi, maqsad erishdi, keyingi maqsadni qo'y deydi. Ko'rasiz? Shuning uchun gapirmaslik kerak, shuning uchun aytib bermaslik kerak, istoriyaning detaliga kirmaslik kerak. Sxema есть mana shunaqa xohlasanglar, davaychi qiziq bo'lsa. Agar qiziq bo'lsa, o'zi ikkita temani aytganingizda yugurib kelishadi. Davay mana shu tema menga qiziq deb. Mani hayotimda zo'r g'oyalarim bo'lganda, proyektlarim. Mana shu g'oyani qilyapman, zo'r g'oya boshladim degan narsam o'xshamagan. Hech kimga aytilmay oxirigacha qilingan proyektga o'xshagan. Hatto ehsonda ham, hatto kimgadir bilim berayotganda ham, kimnidir o'qishga jo'natayotganda ham hech kimga aytilmasdan qilinganlar natija bergan. Lekin jar solib hammaga aytganimiz o'xshamagan. Mana misolda, shuning uchun biza oxirigacha o'zimiz to'lib olishimiz kerak ekan. Farzandimizga bitta narsa berishimizdan oldin birinchi o'zimiz shu insonga aylanib olishimiz kerak. O'zi so'ramagan odamga nasihat berish, so'ramagan odamga maslahat qilib berish boru, aslida tagida kibr yotar ekanda. Hali o'zi to'lmaganligi uchun mana bu narsani men bildim, sen ham bilgin. Mana bu narsani o'sha kibr bu men sendan ziyod deyishni bir turimi? Bunga endi keldik-da biza. Okey, mana buni biza kibrni niyat so'zini qilganmiz. Mana ijtimoiy tarmoq o'chirganim sabablaridan ham biri shu-da o'zi. Qarasam, hammaga aql o'rgatyapman chiqibdi. U aqlga o'rgatishimcha, aytaman, Instagram meni majbur qildi-da. Qanaqa? Agar men anaqa SMMchilikda chiqib nimadir deb turmasangiz, aktivность tushib ketadi, подписчик yo'qoladi dot. O'sha подписчикlikni yo'qotib qo'ymasligim uchun chiqib olib nimadirlar deb yotibman-da, aql o'rgatib odamlarga. Men ham shu borasida prodyuserlar bilan unisi bilan gaplashganda, sizni подписчиgingiz men buncha qilib beraman, men bunaqa qilib beradigan desa kerak emas deyman. Agar kim bilan ishlaydigan bo'lsam, подписчик sonida emas, sifatida degan bo'lsa, sen men bilan ishlaysan. Mana baribir algoritm shunaqa ishlar ekanda, siz narsalar qo'yib turmasangiz, sizda hamma sizdan chiqib ketishni boshlaydi va anaqa algoritm boshqacha ishlashni boshlaydi-da. Mana shu qullikka tushib qoldim-da. Bu kimga kerak? Reklamadan pul topmoqchi bo'lgan odamlarga kolичество juda ham muhimda. Siz agar kimgadir bir temani yoritib bermoqchi bo'lsangiz, biznes sohasi bo'yicha, restoran sohasi bo'yicha yoritib bermoqchi bo'lsangiz, sizga o'zi kolичество kerak emas. O'sha meni o'zimning sohadoshlarim kerak edi. Ko'rasiz, menga o'zi o'sha 150 mingta kuzatuvchi kerak edi o'zi faqat. O'sha 150 mingdan ham hali 50 mingga imенно tadbiq qiluvchilar bo'lishi mumkin. Undan ham kam bo'lishi 150 mingta keraksiz odam bor edi o'zi aslida. Siz energiyangizni so'rayotdi. Ana o'shalar so'rayapti. Kibringizni ko'tarib, energiyani so'rayotdi. Unga to'lash kerak. Mana men bo'shab qo'yapti o'zi. O'shalarning dastidan. Demak, yechimini topsiz. Zavqni olib qo'yayotgan, energiyani tortib ketayotgan joyini yechimini topsiz. Chopdik. Shuncha aytiladi-ku, ana insonni ham tanasida bitta joy уже ketayotgan bo'lsa, endi afsuski og'riq bo'lsa ham chopish kerakki, butun tanaga o'tib ketmasligi uchun. Bir xil kasalliklar bor. Chopishingiz kerak. 100% to'g'ri aytasiz buni. Masalan, bir xil o'zini audit qiladida, mana shu зависимостьim, to есть nima deydi o'zbek tilida зависимость. Qutula olmayotgan bir illatim bor deydi. Kech turayapman yoki bo'lmasa kech yotyapman yoki bo'lmasa alkogol ichadimi, sigaret chekadimi, o'zini qaysidir illatini yomon deb bilsa, o'zini audit qilib yozsin, yomon illatni. Eng kuchlisi qaysi? Eng kuchlisi. Birinchi bu kichkinasidan emas, birinchi bu kuchlisini chopilsin, qolganlari birdaniga yo'qoladi. Mana biz razolat payti deymiz. Yomon bola bo'lgan paytimizdagi do'stlarimiz bor edi. Ular biz yaxshi tomonga o'zgarayotganimizda, ulardan bir ikkitasi eski davrni ko'p eslatganligi uchun ularni chopganman. Keyin ular menga kelishganda aytishgan. Ha, o'zingcha endi anaqa bo'lib qolding-da, opog'oy bo'lib qolding, o'zingcha bizani chopib bording. Eski kuningni esingdan chiqarib qo'ymagin deydi. Ana shu eski narsani eslatib uchun chopdim seni. Agar birga o'zgarganimizda edi, agar sen bilan do'stligim davom etsa, u yoqqa orqaga qaytishim
ehtimoli 90% yuqori edi. Ularni chopish kerak. Shayton deysizmi, irodasizlik deysizmi, Yo'q, boshqa sen- deysizmi, nima desangiz ham o'sha tortadi sizni, chaqiradi. O'sha odamlar borki hayotingizda o'sha tomonga sizga eshik ochiq. Ko'pchilik aytadi, Umid deydi, mana bunaqa sinov tekshirib ko'rmaysanmi deydi. Men odamlaring deydi. Yo'q deyman. Nimaga deydi? O'tolmay qolsa-chi deydi. Qo'yur. Kizlamachilik qotgan bo'lsa agar. Menga yoqadi, yuraversin shunaqa. Ikkilanisi bilaman shu narsani-da. Masalanda, men haqiqatni bilishim shart emas. Agar u meni hayotimda juda vajniy o'rinda turmayotgan bo'lsa. Mayli deyman, sinashim shart emas deyman. Hozir buni sinadim deydi. Bildim, bilmadim, nima yo'qotaman. Undan ko'ra bilmay qoldik. Bu xulosaga kelish uchun ancha-muncha yo'l bosayotgan bo'lishingiz kerak. Og'riqdan o'tasiz. Uni og'rig'ichi sizlarcha juda og'ir, ichingizda juda katta og'riqlar qoldiradi. Shuning uchun bir xil narsalarni aytaman. Yaxshisi anaqa hech kim yuzini ko'rmay qo'yaqolay deysiz. Siz tanishlaringiz, atrofingizdagilarni ko'rasiz, aka-ukalar bir-biriga qilayotganini, qolganlarni ko'rasiz-da. Ish qilib Alloh taolo menda bunaqa sinov bermasin deysiz. Tinchgina men shunaqa narsa ko'rmay qo'yaqolayda, atrofimda jigarlarim bo'ladigan bo'lsa, boshqa hammasiga o'zim narsasini sezib bera qolayda. O'zimni ushlab turib, taltayib ketib qolishi mumkin, demaydi, tinchgina hammasini joy-joyida beradi. Bu tushib ko'rmay qolay hech narsalarni deyman. Bu narsa hammada ham emas-da, bu chunki 90% ayniqsa yoshroq yigitlarda ko'plar mana shu qadriyatni tushunmaganligi uchun kattaroq pul kelsa ham birdaniga yo'qotib qo'yishi, birdaniga orientirlarni yo'qotib noto'g'ri yo'lga kirib ketishligi yoki bo'lmasa o'sha ilhomini yo'qotib qo'yadi, qanaqadir kelib turgan potokini yo'qotib qo'yadi-da, tepadagi Wi-Fi antennasi pasayib ketadi. Endi bu aytaman, mana shu xarakterga yana qaytamiz. Xarakterim mendagi shunaqaki, men odamlarni kuzataman. Har qanaqa odam. Har qanaqa joyga borsam, bu odamni o'zim sal ko'p gapirsam, lekin u eshitib o'tiraman u odamning gapini. Uni problemalarini eshitib ko'raman, tahlil qilishni boshlayman. Aniqta qilgan ekanlar xatoni deyman. Qarang, mana hozir ko'pchilik sherikchilik ish qilyapti-da. Mana sherikchilikda juda ko'p kelishuvlar boshidan noto'g'ri bo'ldi. Masalan, yaqinda bitta holat bo'ldi. Ozgina juda og'ir vaziyat bo'ldi. O'sha yerga meni ham chaqirishdi. Umid, endi sen restoran sohasida ishlaysan, fikringni ayt. Nima bo'ldi? Bitta yosh yigit, restorator, juda ham talantli, juda ishini ustasi. Bitta hoji aka bor, puli ko'p odam. O'sha odam bilan kelishuv bo'lyapti. Bu odam 100% pul tikadigan bo'lyapti. Ana bola o'zini tajribasi bilan kiryapti-da. Ishga tushgan kundan 50 sherik. Yaxshi kelishuvmi? Tajribaga bog'liq, Qarang. tizimga bog'liq. Qarang. Insonga qurilgan har qanaqa tizim emas. Bu bola ishlayapti. Sherikchilikda ishlashayotganligiga 5 oy bo'ldi. Ishligi yaxshi ketyapti. Lekin ana bolaga bundan ham zo'r taklif tushib qoldi. Dubayda ochish bo'yicha. U bola kelyapti-da, "Aka, bo'ldi, meni sherikchilikdan chiqaman" deyapti, "Meni 50% bering" deyapti. Restoranga $400,000 pul ishlatilgan. Bu bola 5 oy ishlab $200,000 ishlamoqchi. Lekin u haq. Ana odam shunga bayqagan. U odam kelyapti, "Bu mehnatim bilan kiraman" degan-ku, buzotdi-ku deyapti. Odamgarchilik yo'q ekan deyapti. O'ka odamgarchilik bilan sizlar o'rtanglarda Bu narsani biznesda shundoq baholab turib, sotib turib, shu boshqa odamga o'tayotganda o'shanda 50% chiqarib bersa to'g'ri bo'lardi. Yo'q, bu Chunki $400,000 rozi qilgin deyapti. $400,000 tikilgan bo'lsa, u degani bu biznesning qiymati Yo'q, emas u. u kelayotgan daromadini, ular kelishuv bo'lgan. Daromad chiqib ketayotganda 36 oyga ko'paytiramiz deyilgan. Endi juda katta qiymat haqida gap ketyapti.
man aytdim okey ko'ryapsizmi domla kelishuv noto'g'ri bo'lgan har qanaqa eng zo'r boshqaruvchi CEO ham kelishuv mana bunaqa qilinadi eshitinglar dedim siz lekin hozir bu yerda berasan bolaga manimcha dedim yana bilmadim man domla emasman dedim man bu savolga javob berolmayman lekin kelishuv noto'g'ri bo'lganligi aniq dedim umuman pul tikmasdan kirayotgan bola boshqaruvi uchun sof daromaddan eng patolog narx dunyoda 20% bo'ladi sof daromaddan ish haqqi sifatida 20% oladi mulkka sherik bo'lmaydi mulkka sherik bo'lgan joylar bor ular qanaqa bo'ladi kelishuv ularda mana bunaqa bo'ladida mana masalan pul tikayotgan odam aytadiki san deydi 20% daromaddan olasan deydi man 80 olaman deydi mani pulim chiqqandan keyin deydi ana unda deydi san bilan 50-50 o'tamiz biznesga sherikka o'tamiz biznesda sherigi aylanamiz mayli ana bola yomon ish qilmadi deydi dedim restoran ishga tushdi oradan 2 oy o'tdi u avariya bo'ldi nimadir bo'ldi o'lib qoldi nima qilasiz dedim oilasi kelsa 50% 500 to'g'ri keladi bilasizmi uni qanaqa ilmsizlikda bu masalan masalan sherikchilik ham bu juda katta ish bu katta narsada bu buni o'tirib konkretniy gaplashib olinadi bunaqa narsalar lekin umuman pul tikmasdan kirgan odamga sразу 50-50 ko'rish xato bu juda ko'p yoshlarda hozir ayniqsa sherikchilik deganingizda startap bilan kelishadi ideya zo'r haligi yigitni hard skillslari ham zo'r то есть shu soha haqida juda ham bilimdon lekin yosh ho'p qancha investitsiya kerak shuncha investitsiya kerak siz aytganingizdek 50-50 ishlaymiz deydi lekin u yigit uncha pulni tikkaningizdan keyin uni kafolati hali 2 yildami 3 yildami 5 yildami keyingi etapga chiqishi uni yo'q u mayli o'sha bolalar mana ideya bilan kelishyapti programmist bolalar menga okey deydi $150,000 tikasiz anaqa bo'ladi bunaqa bo'ladi sen $150,000 tikilganidan keyin daromad berishiga garantiya bera olasanmi birinchi savol yo'q endi balkim 200 ketar hop 200 ketdi garantiya bor ikkinchi savol oradan vaqt o'tgandan keyin boshqa g'oya kelib qolib buni qilishdan buni foydasi chiqishiga ko'zing yetmasdan tashlab keta olmasligingga garantiya bormi u proyekt u bola qiladida programmani tushunyapsizmi u qilib bo'ldi endi ko'zi yetmay mani bir 200-300 mingga tushirib olib aka bo'ldi qo'limdan kelmadi deb ketaversa siz aytdik kodlarni nima qilasiz programmada kodlarni tushunmaysiz uni bo'ldi uni Allohu akbar plyusga qilish 99.9% startaplar bunda mana shu sxemada qurilyapti tushunyapsiz shuning uchun man unaqa narsaga pul tikmayman man aytaman bo'pti 33% tik deyman shuning uchun angel deb aytadi farishta angel degani farishta degani davo ham qilmaydi o'xshamaydi bo'ldi shunaqada ishlasang zato o'xshab ketsa 102 suv deydi ukam qo'ygan yoshsizlar deyman hozirgi yoshlarni тем более nima desam ekan настроенияsi nima deydi o'zbekchada kayfiyati shashti o'zgaruvchan hozirgi yoshlarga sal ozgina bosim qilsa shunday tashlab yuboradi ketaveradi shuni tashlaydi ketaveradi siz unga 100 ming ishlatib qo'yganingizdan keyin ana u bola уже xarakterini ko'rsatishni boshlaydi u biladi uni kodlari bilan siz hech narsa qila olmasligingiz ha aka namchi qilaverasiz aytdim-ku aka o'xshaydi lekin ana aytgan pul to'g'ri kelmayapti yana 100 ming berishingiz kerak deydi bilasiz-ku 100 ming berib qo'yganingizdan keyin 100 ming berishingizni ham biladi u bu ham noto'g'ri tizimda gapingiz boya bo'lindi qaysi to'g'ri tizim bo'lardi mana startapchi kelyapti sizdan investitsiya talab qilyapti puli yo'q deylik o'zi boyagi 33% ni ham qo'ya olmaydi sizdan $100,000 talab qilyapti o'shani qanaqa to'g'ri bay qilib qanaqa shartnoma qilib olish kerak хотя бы shu etap masalan biza kirishimiz kerak emas mana IT sohasida ishlayotgan kompaniyalar bor masalan mana Click bor masalan Payme bor masalan programma sohasi umumiy to'lovlar bilan ishlaydigan kompaniyalar bor ana o'shalarga kelsa u bolalar g'oyasi bilan buni jamoasi bilan birga qilinsa ana o'shani tiksa bo'ladi nimagaki ana bola men charchadim degan paytda bu kompaniya biladi kodlar bilan qanaqa ishlashni tizimni yaxshi tushunadi bular o'zi olib ketaverishadi busiz ham lekin biza ana общий pit sohasida shug'ullanadigan yoki qurilish sohasida ishlaydigan yoki umuman ko'chmas mulk bilan ishlaydigan odamlarni IT sohasiga pul tikishi noto'g'ri kuyish ehtimoli 100% dan yuqori to'g'rimi to'g'ri
Menga ham shu startapchilik kelganda ularni o'sha hard skill ideya zo'r, taklif ham zo'r, aytayotgan narsang, lekin sani o'zingga man ideyaga pul tikaman, faqat sani o'zingga pul tikishga tayyor emasman deyman. Sababi qancha IELTSing baland bo'lmasin, qancha kodingni zo'r tushunmagin, qancha project managementni yaxshi bilmagin, hali sani qadriyating shakllanmagan. Nimaga yana 30 yosh, 35 yosh, 40 yoshdan keyin insonga baraka kelishi, rizq kelishi, kengayishni boshlaydi. Chunki shu yoshgacha bo'lgan mobaynida qilingan xatolar, gormonal o'zgarishlar, dunyoqarashi kengayishi, nima deydi, xulosalarni qanchalik ko'p qilinganligi, qanchalik ko'p yiqilganidan keyin to'g'ri xulosalar intuitivni kelishni boshlaydi-da. Shuning uchun qaysi startapchilarni ko'radigan bo'lsak, aksariyati o'sha 30 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan holda keyin uchib ketadi-da. Shuning uchun bularga beradigan taklifim soft skills, o'zingni o'sha NLP, emotsional intellekt, mana shu tomonlaringni prokachat qilgin, iymoningni prokachat qilgin. Sanda aql ko'p, kibr ko'p. Aql degani kibr. O'zi umuman investitsiyani o'zi yoshlarga qilib yoshlarni rag'batlantirish bo'yicha yaxshi-yu, lekin odatda yoshlarga qilingan investitsiya bor yo'g'i 3% hozirgi kunda o'z natijasini berayotgan. 3% o'rtachada. Zo'r o'xshab ketganlar 1% ham emas. Yosh deganingiz yosh pokoleniya hali endi sababini siz aytganingizdek har qanaqa davr o'zidan o'tkazish kerak. Bitta sevib ko'rish kerak deymiz. Bitta qiyinchilikka tushib ko'rish kerak, bitta pulsiz qolib ketish kerak. Bir kun bir gal do'stini yo'qotib ko'rish kerak, bir gal oilasidan kimdir yo'qotib ko'rgan, u emotsionalniy silkinishlarni bo'ynidan o'tkazishmagan. Keyin menga kelib oxiriga kelgan bola bor-ku, hop men pul oxirigacha savol beraman. Hop men pul tikdim, necha foiz san sherik bo'lasan? 50%. Nechta pul? O'zi shuncha pul ushlagansan qo'lingda. Umringda. Bu proyekt deydi, men qilganimdan keyin $5 million proyekt bo'ldi. $5 million summalar miyingda bor-u, lekin his qilib ko'rganmisan? Men uverdim. Yo, bundan oldin proyektlar qilganmisan, uvering bo'lishi uchun? Yo'q, birinchisi. Ukam dedim, mayli san g'oyang zo'r ekan dedim. Sani komandangga meni komandam qo'shiladi IT komanda. Yana bitta kompaniyani yollayman IT ishchilar. Lekin sani ulushing 10% bo'ladi. G'oya muallifi boshqarganliging uchun san pul tikmayapsan desam, nima duosi oka dedi, chiqib ketdi. Hali ham qilgani yo'q, topolmaydingiz. Ularni temshik deydi, temshik deydi. Tema deydi, ideya zo'r, lekin hali o'sha ideyaga yetib boradigan zinalar chizilmaganda, ideya birdaniga bo'lib qolish kerak. Men shularga bir xil maslahatimni olishdi, shunaqa temshiklik kelib qolsa agar, sen hali IT kompaniyaning strukturasi, muammolari, unda katta project management bo'ladigan muammolarni bilmaysan. Agar shu ideyangni ushlagan, maslahatim, mayli men tikmasman, lekin boshqa odam investitsiya ola olmaysan. 10 ta spiskada top IT kompaniya O'zbekistonnikini yozasan. O'shalarga borib, qorovulmi, choy tashiydiganmi bo'lib kirasan yoki stajirovkaga 3 oyga kirasan. O'zingni entuziazmingga qarab shu kompaniyada sekin qolib ketish ehtimoli bor. 2 yil shu eng top kompaniyada ishlab chiqqaningdan keyin men sen bilan o'tirib gaplashishga tayyorman. Ungacha menga o'xshagan insonlar yoki bo'lmasa qanaqadir sal risk menejmentni tushunadigan insonlar senga hali bir investitsiya qilmaydi, ideya zo'r bo'lsa ham sen hali kompaniya strukturasini ko'rmagansan. Oddiy o'sha kompaniyani strategik planlarini qanaqa qilinadi, boshqaruv tushunmaysan. Ertaga 50% ga sen da'vo qilyapsan. Aytganingizdek 10% shu ideyani qanaqadir bir yonuvchi sifatida olib qolsa bo'ladi. Qolgan o'ynaga uni 40% undan ko'ra haligi yaxshi komandasi bor, katta proyektlarni inkubatordan chiqarib bergan, yaxshi jamoaga bergan. Chonsi juda ham menimcha foydali bo'ldi. Buni bu birdan millioner bo'lib ketaman degan 22 yoshli, 20 yoshli ukalarimizga biz sizlarga ularga yomonlik tilayotganimiz yo'q. Aniq shu bizadan masalan oldin o'zlarini muvaffaqiyatlarga erishadi deb o'ylayman, chunki hozir zamon juda ham bularga hamohang. Orzuni qilayotgandachi chegarasi bo'lish kerak-da. Strategik plan ham bo'lishi kerak. Masalan, men birinchi boshlashimni aytib beraymi? Men zapravkada O'zgazo'lda pisilichi bo'lib ishlaganman. Tadbirkorlik qilaman deb birinchi filial ochaman, kichkina magazincha ochaman deganman. O'sha yerda zapravkada topayotgan pulni topsam bo'ldi deganman. Zapravshi degan nom bo'lmasa bo'ldi, menga qizini kim beradi deganman. Tushunsa, shu bilan boshladim. Keyin pul topgandan keyin, voy, pul topsa bo'lar ekanmi deganman. Разве так можно было deydi-yu.
Tushunsa, miyangiz sekin pul topganingiz sari sekin ochilishni boshlaydi. Agar siz orzuni katta qo'ysangiz, hayotingiz davomida qiynalayotgan paytingizda tushunib yetasizki, u uzoq yo'lliginida keyin yo'lga chiqmay qolasiz, erinasiz. Aytamiz-ku, ko'z qo'rqoq, qo'l botir deb. Agar hozir aytishingiz mumkin menga, Umid, hozir vaqt orqaga qaytsa nimani o'zgartiradi? Hech narsani o'zgartirmasdi. Negaki har bitta qilingan xatolarning natijasi shu yerga olib keldi meni. Keling, praktikni bo'lishligi uchun, foydali bo'lishligi yoshlarga o'sha zapravkadan birinchi haligi etapingiz, keyingi etaplarni, qadamlarni qanchalik kichkina-yu, lekin doim o'sishga bo'lganligini bir yoritib beringda. Mana aytdim-mana, zapravkadan bo'shashdan oldin ishdan bo'shamay turaman deb, bir oy opiska olaman dedim. Boshlab ko'raman. Bo'lmasa orqaga qaytaman. Nima boshlavdingiz shunda? Paynet ochdim birinchi. Paynetamchi u paytda yana kartochka bo'lardi, 5 minglik, 10 minglik. Odamlar telefoniga kodini terib qo'yadi, kichkina magazincha, 9 kvadratli magazincha. Qarang, zapravkada berilayotgan oylikni topsam bo'ldi. Bo'lgan. O'sha 1% ga o'zgarishda, ozgina o'zgarish. Tushunsa, Undan keyingi etapchi? qarang. O'sha yerga boryapman-da, o'tiribman-da, savdoyim bo'lmayapti, intilish bo'lmayapti-da. Orqada ishim borligini bilaman-da. Intilmayman. Tadbirkorlikda. Keyin bitta ustozga uchradim, o'shalar aytdilarki, Umid qara dedilar. Sanda ham ichingda narsa bor dedilar. Bu o'xshamasa qaytaman degan narsa bor ichingda. Qaytish yo'lini yop dedilar. Vikinglar Angliyada kelganda kemasini yoqib yuborganda. Bordimda ariza yozib ishdan bo'shab keldim. Keyin yo'lim yo'q o'zi. Uzgazorga u payt kirish bilasizmi, mana qiyin edi. Pistoletchi bo'ldim. Odilagani qo'lda ishlash. O'ydi. Sotspaket. Ovqat zo'r berardi. Go'sht ko'p bo'lardi. Mana ko'ryapsizmi? Biz uchun o'sha payt O'sha muhim. obed ujinni go'shtli qilib berishi muhim edi bizga. Oylik emas hali. Uyga borish qo'rquv edi. Uyga ish paytida yursam, ishga yuraman. Uyga borsam, uyimda qilishim kerak bo'lgan narsalar esimga tushadi. Kengashimiz kerak tushadi. Miyam kechasi uxlatmasdi meni. Keyingi etapchi Paynetdan. Ikkinchi paynet ochdim. 3-chi, 4-chi, 235 ta bo'ldi filial. Keyin paynetlar o'lishni boshladi. Ana SMS orqali klik chiqdi. Klik chiqdi. Yulduz Bo'ldi. 808. Oldindan his qilish degan narsa bor. Bo'ldi. Odamlar telefondan o'tadi. Bo'ldi. Bu o'ladi bu biznesda. Bu biznes umri yana 5 yil dedim o'zim. Men boshqa ish qilishim kerak edi. Nima ish qilaman keyin? Yana stressga tushyapti miya. Pul bor ozgina. Yangi ishga kirishim kerak. Nimagaki orqaga ketyapti ani. Agar u orqaga ketmaganda men yangi biznesga kirmasdim. To'qmanda, to'q odam hech qachon hech narsa qila olmaydi. Bo'ldi. Agar strategiyasi yoshligidan shakllanmagan bo'lsa, maqsadlari yoshligidan shakllanmagan bo'lsa. Nima qildim bilasizmi? Men fast food yeyishni yaxshi ko'rardim. Haligacha yaxshi ko'raman. Men har kuni bitta fast food yemasam bo'lmaydi. Fast food ochaman. Durjo burger bo'lardi o'sha payt. Durjo burgerda andaza oldim. Shundan zo'r bo'laman. Keyin lavash senter chiqib ketdi, endi ularga yaqinlashib bo'lmasdi hozirgi eris. Dedim. Kirdim. U ham ketishni boshladi. Keyin katta xato ish qildim. Fast food ochdimda, fast food ochib turib, "Voy, men qila olarkanman" dedimda, 20 metrmi, 30 metr bu yoqda Odnoklassniki edi. Kafe ochdim. Odnoklassniki dedim, birovning nomiga ochdim. Taqlid qilib. Bilingki, taqlid qilingan har qanaqa logotip sizni o'sishga emas, bankrotga olib ketar ekan. Shuni aytdim. Sababini aytdim. Odnoklasnikida yozib qo'ydim, restoran qildim. Fast food sohasini qilib yurgan odam restoran qila olmaydi. Nega fast food Standarti boshqa. standartlarga kopeyka pullarga qurilgan. Ana iloji boricha sifatli narsa qilib ustiga kam qo'yishdan iborat. Xuddi shu tizimda restoran ochib qo'ydim-da. Restoranda ekonom qilib bo'lmas ekan, tushundingizmi? Va nomi Odnoklassniki deb qo'yganim xato bo'ldi. Keyin shunaqa bo'lib qoldi. Endi oilamizda bir qiyinchilik paydo bo'ldi o'sha payt. O'g'lim kasal bo'lib qoldi. Operatsiyaga pul kerak bo'lib qoldi. Odnoklassniki yurmayapti. Sotishim kerak endi. Arendada o'tiribman. Shu arendadan chiqib ketishim uchun shu kafeda, restoran narsa, sos-tularni sotib ketishim kerak.
O'shanda bu yoqda mani yurib turgan fast food'im bor. 30 metr bu yoqda. Mani konkurentim kim edi? Lavash Center edi o'sha payt. O'shalar keldi, sotib olamiz. Mana shu yerda sinov keldi. Lekin bu sinov mani keyingi qadamga olib keldi. Qarang. Ular kelishdida sotib olamiz biz deyishdi. Endi o'tirman Lavash Center. Hozir bulardan boshqa hech kim olmayapti. Menga pul zarur. O'sha payt $16,000 berishgan. Menga $16,000 zarur doktorga berishim kerak. Mani paynetlarim shu uxlagan. Bor pulimni yo'q tiqib qo'yganman, pulim yo'q. Bo'pti dedim. Sizga sotaman. Keyin Evs keldi, men qaradi, men yoqda san fast fooding bor 30 metr bu yoqda. Hozir bu yoqda Lavash Center ochilsa, bunga ta'sir qilib qo'yadi-yu, deyishdi. Oka rizq Allohdan-ku dedim, rizq sizdanmi dedim. Yo'q, bo'ldi ukam dedi. Yaxshi, lekin shuni ham oldingizga qo'yib ogohlantirish. 5 dedilar, pulimni oldim. Shunaqa bo'ldiki, aka, ana operatsiya o'xshamadi. Pulim qo'limda qolib ketdi. Keyin shunaqa bo'ldi davomman, buni savdosi tushyapti-da. Ogohlantirilgansiz. Keyin yo'lni narigi betidan keyingi перекресткада joy chiqib qoldi bitta. Joy chiqib qoldi, yerda joyi arendaga beradigan odam, hojik odam, mana o'sha ustozim, birinchi ustozim. O'shalar keldilar, men qaramabdi, biz fast food qotuvdik. Shuni yurg'izishga ko'zimiz yetmayapti. O'zing olib qo'ya qol deyishdi. O'sha yerda oldim. O'sha yerda oldim. Ishga tushirdim. Bu bankrot bo'ldi. Yopildi bu. Evs buni yopdi. Keyin buni egasi sal xijolat bo'ldi-da, menga telefon qilib, baraka topsalar Somiddin aka, qayerdasan? Aytdim. Keyin filialingga boringlar deb menga ish o'rgatish boshladi. Hoji aka bu yoqdan dunyo qarashni o'rgatdilar menga. Abdulloh hoji aka o'sha joylarni arendaga berganlar. Dunyo qarashni o'rgatdi. O'sha payt $16,000 yetmagan. Etga menga 60,000 olib kelgin deganlar-da. Ana bitirib qo'yishgan narsalarim pulni berma. Mayli o'sha berib turur, shu 16,000 qancha puling bor? 15,000 berganman. 15,000 berib tur, keyin qolganini surishib olamiz deganlar. Senga mendan podдержка deganlar-da. Cho'si Shu orada siz nima qildingizki, Evus rahbariyati ham kelib sizga xijolat bo'lib biznesni detallarini tushuntirishmoqchi. Bu tarafdagilar bo'lsa agar Hoji aka sizga mana bu Allohdan deyman, baribir bu qadam. Menimcha qayerdadir yo'l ochilib ketyapti. Qayerdandir bir to'g'ri qadam qo'ygansiz, to'g'ri fikrda bo'lgansiz, to'g'ri mishleniyada bo'lgansiz. Xudoga shukr, mana yoshligimda masalan biznesda, imенно biznesda mana boshqa yomon xulqlarim bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin biznesda hech kimni puliga tegmaslikka harakat qilgan. Kimnidir aldab pul berib boyib ketamiz, mana bu narsani tikamiz degan gap bo'lmagan menda. Haligacha menga kelishadi pul bilan, nima ish qilsam bo'ladi, men bilmayman. Biznes qilishni bilmasangiz tinchgina uy olib qo'ying deyman. Kichkina uylar arendaga bering bo'ldi. Yoki bitta do'kon sotib arendaga bering. Biznesga mendan so'ramang deyman. Ammo fast food ochmoqchi bo'lsangiz, maslahat berishim mumkin, lekin xohlamayman siz ochishingiz. Nimaga? Baribir siz men raqobatchim bo'lasiz, ichingizda baribir men raqobatchisiman, menga hamma sir ochmaydi degan sizda shubha bo'ladi deyman. O'shanda Evsdan sizga bu maslahatlar berishni boshlaganda sizda shunaqa fikr bo'lganmi? Soatlar. Mencha o'sha aytmoqman. Menga o'rgatyapti. Mana endi qarangda, keyin dunyo torga tor dunyo deyman-ku. Shu so'zni o'sha odam o'rgatgan. Qarangda, yonida hozir qarang. Ana maqtan olmaylik-ku, kompaniyamiz sher bo'ladi hozir. Ular ham sherda. Hozir bu sher orqasida nafas olayotgan sherga o'zlari aylantirdilar. Soatlar pishkom olib yurardilar. Umid, mana bu narsaga e'tibor berishing kerak, bunday qilishing kerak, mana qilishing kerak, mana qilishing. Bironta ular o'rgatgan shogirdlari bunaqa yo'lda ketmadi. Men hamma o'rgatgan narsalarni olganman-da, lekin ishlash stili, sifati umuman boshqa yo'ldan ketgan. Ana aytadi-ku, ustozi o'rgatganini o'rganib, keyin undan yaxshi narsani topib, aylanib o'tish yo'lini topib olgan. Albatta, dissertatsiyada ham, olimlarda ham dissertatsiya qilinadi. O'sha dissertatsiyani ko'rganingizdan keyin, yo bu natijani men ko'rdim, endi boshqa etapda, boshqa narsa bo'yicha dissertatsiya qilinadi. Zo'r. Keyingi etapi? Keyin ikkinchi filial ochdim. O'shanda keldilar. Ikkita ustoz bor. Bu yoqda Hoji aka, bu yoqda ikkinchi filial ochdim, keldilar. Uchinchi filial ochdim, unda ham keldilar.
4-chi filial ochganimda bum bo'lgan shaharda. San o'sha konkurentga aylanmaysan deganlar. Brend nima edi o'shanda? Qaysi brend? Fidab bo'lgan. Fidab, o'sha Fidab boshida. 3-chi Fidab bo'lib boshlandi. Ikkitasi boshqa edi. Keyin ular aytdilar, "Men qara bu nom bilan uzoqqa bora olmaysan" dedilar, Evis. Ular ham Evis bo'lishdi-da. Keyin men Fidab bo'ldim. Ular ham o'sha paytda rebranding qilishdi. Cho'si, mana haligacha biz ulfatmiz. Haligacha ana kunda ham mazalar bo'lmadi, uylariga borib kechasi bilan uylarni ana kunda aytadi, uyni yurganda yurasan deydilar. Oshxonaga kirib olib bemalol yuraman-da. O'rgatdilar shuncha narsa. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Konkurent demadilar. Keyin dunyoda o'rgatadi. Menga o'rgatganlari bilan ularni brend tushib qolgan edi. Ularni savdosi kam. Xuddi o'zingiz aytganingizdek, hammaning rizqi joy boshqa. ko'paygan edi. Alloh narsa. Ular ham o'sishyapti bizdan. Mana hozir birgalikda mana hozir Drujbada kollaboratsiya qilib ochamiz. Fidab, Evis bitta zonani oldi. Bu yoq burchagida Evis, bu yoq burchagida Fidab bo'ladi, o'rtada zal общий bo'ladi. Fidab faqat club sandwich burger sotadi Nashvillda. Evis faqat lavash sotadi. O'zingizlar food courtlarni tashkillashdingiz. Ularni so'zligi bor, bilasizmi? Birinchi degan anaqaligi bor, slogani. Bizning slogan haqiqiy. O'zingizlar nish Kirishga yozdik. Birinchi va haqiqiy deb. Qarangda, tarixda Ronaldo bilan Messini ham Messida nima deb o'ylaysiz? Ronaldoga konkurensiyada Messi bo'lmaganda o'sarmidi, shu darajaga kelarmidi? Shunaqa tarixda qolarmidi ikkalasi? Yoki Coca-Colaga Pepsi bo'lmaganda O'zbekistonda bizga Fidab tursin. Birgalashib o'samiz. Okey, birgalikdacha ko'p ishlar qilindi. Oziq-ovqat xavfsizligi bor-ku. Bir vaqtingiz bir bo'lganda kuxnyaga bir anaqa uyushtirsak, ko'rsataman. Go'shtlarimiz qanaqa kelyapti, hattoki piyozlarimiz ham to'ralib kelyapti. Qanaqa darajada dunyo brendlarining standartini birgalashib qo'ydik. Ularning brendligi biz bir-birimiz bilan qo'ydik. Birgalikda ko'p xarajatlarimiz ekonom bo'ldi. Birlashganimiz deganda kompaniyamiz birlashib daromad qo'shilmadi. Fikrlar birlashdi. Dunyo qarashlarimiz. sohani rivojlanishiga katta lokomotiv bo'lib xizmat qilyapti. Hozir ikkita kollaboratsiya. Bir-birimiz xatolarimizdan o'rganamiz. Oldindan tayyorlaymiz. Toshkent City'da ikkitalab, uchtalab klub bo'ladi. Masala yopilgandan keyin tarqalamiz. Ungacha yuraveramiz. Sen qanaqa qilsan, mana qolma. Mana bu muammo chiqyapti, qanaqa hal qilding? Mana hal qildim. Siz mana hal qildingiz. Mana hal qilsa bo'lar ekan. Bunaqa instrument beryaptilar haligacha. Zo'r. Bu haqiqiy o'sha founderni ana boshlang'ich tochkasidan ana o'sish tochkasigacha bo'lgan yo'lni zo'r yoritib berdingiz. Mana bitta ilgida aytgan ekansiz, founderlarning biznesi o'sha asoschilar xarakterga quradi biznesini degan ekansiz-da. Xarakterga quradigan bo'lsa, ya'ni fundament, poydevor bo'ladigan bo'lsa xarakterning qaysi tomonlari u founder biznesini qulashiga sabab bo'lishi mumkin. Chunki siz o'sha ko'targani nimani ko'targan? Shu kompaniyani founder ko'targan xarakteri shu xarakterni sindiradi. Shuning uchun founder kompaniyani sindirish, kompaniyani qulashiga sababchi bo'ladi. O'sha ko'targan xarakteri sindirishiga sababchi bo'ladi. Tushuntiribroq ayting. Misol, qattiqqo'llik bilan boshqarasiz. Qattiqqo'llik bilan boshqarasizda, qattiqqo'lligingiz bilan ko'tariladi. Va yana shu qattiqqo'lligingiz bilan sindirib jamoangiz sizga ishonchini yo'qotadi, loyallikni yo'qotib sindiradi kompaniyangiz. Mana bu misolda, mana yaqinda bir brend egasini ham videolar tarqadi. Misol. Ozgina qoldi qulatishiga kompaniya. Buni qarang. Shuning uchun biz founderlar kompaniyani kengaytirayotganimizda strategiyada qatnashishimiz kerak. Ichki operatsiyonkaga kirishimiz endi xato. Biz buzib qo'yamiz. Biz yangi territoriyalarni olishimiz kerak bo'ldi. Boshqaruvni topshirishimiz kerak jamoaga. Tushunyapsizmi? Mana завоевательlar deymiz tarixda. Implitsitniy xarakterdagi egallab olishadi-da, yangi territoriya. Territoriyalarni egallab urishadi, lekin territoriyalar egallanishi to'xtatilib boshqaruvga o'tirganda nima bo'ladi? Xalq qo'zg'oloni bo'ladi.
voyinnilar Chunki ko'tariladi. o'sha qo'l bilan o'sha boshqarmoqchi qo'l bo'ladi. bilan boshqarmoqchi bo'ladi-da, tushunasizmi? Bu yerda boshqaruvchi boshqa bo'lishi kerak o'shaning uchun. Makedonskiy ham boshqaruvchi bo'lmagan, завоеватель bo'lgan faqat. Boshqaruvga ular o'tirsa, ular zerikib qoladi. Ular jang maydon. Mana siz jangdan qaytgan askarlar bilanchi uyda xotirjam bir shkaf to'g'irlab, lampochka almashtirib yurishini tasavvur qila olasizmi? Post travmatik sindrom bo'ladi. Birovni urib mayib qilib qo'yadi yoki Ular o'zi jang, har jangga- doim jang maydonini xohlaydi. Biz ham o'sha founderlar jang maydonini xohlaymiz har doim. Bizga ani har kunlik tikuchkasi bir xil bo'lgan, savdosi bir xil bo'lgan, bir xil muammolar bilan o'tirish bizani bo'g'ib qo'yadi. Yengillik qilamizda buzib qo'yamiz. To'ppa-tuzuk narsani. Shu joyda zo'r savol tug'iladi, qarang. Demak, siz o'zingizni bilib oldingiz. Siz jang maydonini, territoriyani kengaytiruvchi shaxssizda. Mana bu psixologiyada, biznesda implitsitni deydi. Doim yangi territoriyalar kerak, yangi rezultatlar kerak, bo'lmasa zerikib qoladi. Qolgan agar tadbirkorlar ikkiga bo'linadigan bo'lsa, ikkinchisi bu eksplisitni, bu ya'ni o'sha bor tizimni yaxshi ushlab turish, tizimni chiroyli, kam xarajatda va ko'proq rezultat berishga harakat qilaveradi. Uni yasab bergin, qurgin, men boshqaraman deydi. Siz o'zingizni biznesingizda o'shanaqa insonni topganmisiz? Agar topgan bo'lganingizda, men hozir buni nimaga aytyapman? Bu o'zimizni tomoshabinlar, podpischiklarimizga o'zlarini birinchi joylarini topib olishsin. Kim? Men завоевательman, boshqaruvchimanmi? Topib olgandan keyin kimligini o'ziga sherik yoki bo'lmasa qanaqadir bitta xonada o'tirib ishlab qanaqadir startap qilayotgan bo'lsanglar, o'zingizga o'xshaganlarni olmanglar. Завоевательga yonida завоеватель bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Tushunasizmi? Sizni qo'pol qilib gapirganda xatolaringizni tozalaydigan orqangizda odam kerak. Mani yaxshi tushunadi, yo'q, siz tushunmasligi kerak. U berilgan narsani yaxshi tizimlashtira olish kerak. O'shanaqa odam bilan partnyor bo'lasizmi, boshlaysizmi yoki даже investitsiya kiritayotganda ham investorlarga qaranglar. Investorlar tizimni yaxshi ko'radimi yoki yangi territoriyalarni yaxshi ko'radimi? Ikkovi ham shunaqa bo'ladigan bo'lsa, baribir janjal Siz chiqadi. yoningizda shunaqa jamoa bo'lishi kerakki, siz ani ovoz ko'tarib aytsangiz, boshqalarga yetkazish kerak bo'lsa, dedilar deb yetkazadigan komanda kerak. Yumshoqroq qilib, tekislab, qirqib, komandani jamoa bitta bo'lib boshqarish kerak. O'shanaqa insonlar qanaqa bo'ladi? Jamoani boshqara oladigan, territoriyalarni oladiganlar emas, jamoani to'g'ri boshqaradigan insonlarning qanaqa xarakterlari bo'ladi? Ularchi sizni ketingizga tushadi-da. Mana men bu kinoni ko'p gapirganman. Gannibal degan kinoni ko'rgansiz, tarixda Gannibal bo'lgan. Karfagenni bitta katta anaqasi bo'lgan. Завоеватель bo'lgan. Uni o'zini generallarini ishontirgan. Shu tog'ning orqasida Rim turibdi va uni egallaymiz deb. Shu tog'dan kechib o'tish uchun yarim odam qirilib ketgan. Ko'rmagan narsasiga ishonib ergashilish, ishontira olish jamoani. Sizga ishonganlar bilan yo'lga chiqing. Sizni yo'lingiz noto'g'ri bo'lsa ham ishonganlar bilan emas. Birinchi o'zingiz to'g'ri bo'ling. Va ishoning shu yo'lingiz to'g'riligiga. Va yoningizda shunaqa bolalarni oldingki, u bolalar har gal masalan 5 balli narsani so'raganingizda 5 ballga chiqqandan keyin endi 6 ball deganingizda, okey, 5 dedingiz-ku, mana bo'ldi-yu 5. Nimaga endi 6 deb savol berganlarni tushirib oling kemadan. 5 deganingizdan keyin 6 deb tursiz, boshlandi deydi-yu. Bo'pti, ketdi deydiganlar bilan birga ketasiz. O'sha boshqacha entuziazm, yana boshqacha entuziazm. Tushunasizmi? Mencha haligacha shunaqaman. 10 ga chiqishgan hozir. 11 so'rab o'tirdim. Qanaqa qilib deyishyapti-da, yani siqilib. O'qi, o'rgan. Agar o'qimasang tushib qolasan kemadan. Sizni yoningizda shuncha yurdim-ku. Shuncha yillik qadri yo'qmi deydi. Ana shu savolga javob berishga tayyor bo'lishingiz kerak. O'zingiz ustida doimiy ishlab, ularni yana ilhomlantira olsangiz 11 ga chiqadi. Birinchidan va u har bir xodim 10 yil siz yoningizda sodiq bo'lgan xodimlar o'ziga savol beradi. Shu odamning orqasidan yurdim. Nima desa qildim? Halol ishladim, sodiq bo'ldim. 10 yilda nimam bo'ldi degan savolga javob olish kerak. Va qarash kerak. 10 yilda shu odam ketdi, yurib nimaga erishdim? Moliyaviy tomondan uy oldim, mashina yaxshi. Xulqimda qadriyatimni oldim, yaxshi foydali narsa oldim. Bo'ldi, yutdi. Ana o'shanda siz uni
15 yildan keyin ham chopib olasiz. Siz yo'lingizda ketmasa. Mana menda xodimlarimni masalan 5 yil, 10 yilda krupniy narsa bilan rag'batlantiraman-da. Mana senga uy, do'stim, ukam, mana shuncha yil ishlading, rahmat. Bu senga premiya. Bu kechalari seni 3 ta ham bezovta qilganligim uchun, shanba oddiy kunlari oilangdan chaqirib olganligim uchun, bir xil payt jahl ustida bilmasdan so'kib qo'yganlarim uchun kechir. Rozi bo'l, mana premiya. Sen menga qarzdor emassan. Mana 10 yil ishlading, shu natijaga sen bilan birgalashib erishdik. Mana senga mukofot. Qoyil, kamdan kam tizimlarda bunaqa narsa bor. G'arbda, chetda ko'p. Shuning uchun mana qarang. Bizda kam. Sizga unaqa rahbariy sizga uy berish uchun birinchi ayb sizda. Bir xil bolalar bor, bitta rahbar qo'lda ishlaydi. U rahbar bitta dona kichkinagina shashlikxona kafesi bor. O'shani qo'lida boshqaruvchi bo'lib ishlaydi. Uni boshlig'i ikkinchi filial ochishi, uchinchi filial ochishi o'ylamayapti. Unaqa rahbarlardan ketish kerak. O'sish bo'lmaydi u. Kim uni o'zini o'rnini bermaydi-ku odam. Uni bolalari katta bo'lyapti. U bermaydi unga hech qachon kafeni. Bo'ldi, uni maksimum chiqqan joyi shetgacha. Bo'ldi, yog'iga yura olmaydi u bola. Xarakter bu ham. Ketish kerak. O'smayotgan odamni ketdi ergashish kerak emas. Xoyillarni ketida ergashish kerak emas. Pul uchun sherigini sotib oladigan, pul uchun vatanini sotadiganlarni ketida ergashish kerak emas. Ketish kerak ularni oldidan. Xoyillar uzoqqa bormaydi. Ularni qadriyati sizlarga o'tib qolsa, masalan, xoyillar deganim tushundingiz. Bir xillarni sotib, pul ko'rayotgan tadbirkorlar bor. Ularni jamoasida ishlash kerak emas. Ular bilan uzoqqa borisha olmaydi. To'g'ri, halol, maqsadi aniq tadbirkorlarni ketida ketish kerak. O'shani nimagadir erisha oling. Nafaqat moliyaviy, qadriyat tomonidan o'xshaydi u narsa. O'sha 5 yil ishlagan bo'lsa, o'sha ustozlikka o'tadi. Faqat tadbirkorlar emas, masalan, davlat rahbarlaridan ham ko'rsangiz, pastdan turib, u bilan birga uni ishlashini birga qo'llab-quvvatlab, kechani kecha demay, kunduzni kunduz demay birga yurganlar oxiri qanaqadir natijaga erishishadi ular. Bir yorug'likka chiqishganda. Natijaga erishishadi, lekin u yo'l undan ham og'ir bo'ladi-da. Qarangda, unaqa ambitsiyozli odamlarning oldida yurish oson emas. Bular tindirmaydi. Hali tog' yog'iga o'tadi, undan keyin yana bitta tog' chiqadi, yana bitta tog' chiqib turibdi. Tog'dan o'tdingiz degani sizga Rim eshigini ochib bermaydi. Tayyor turibdi katta armiya. U bilan urushishingiz kerak hali. O'zi charchab tushdingiz. Charchab tushdingizda tushganingizdan keyin xulashga vaqt yo'q. Qilich chiqarib, ular bilan jang qilish kerak. O'lib ketish ehtimoli 80% yetdi. Bunaqa odamlarning ketida yurib, mana tadbirkorlar bilan ana strategiya, kengayishim kerak deydigan odamlar orqasida yurib boru, ko'pchilik psixologik, nervniy bo'lib qolib, qiladigan joyga kirib ketadi. U yo'lni tanlash ham oson deb bilmayman hech kimga. Tom ketib qoladi. U yetib olish, keyin unga yuqib qoladi bunaqa fikrlash. Ani kechalari bilan biznes o'ylab chiqish, hattoki uyda обязательстволаringiz qotgan paytingizda ham kelib qoladi g'oyalar o'sha payt. O'sha operatsioniningizni mana shunaqa Bulgariyaga olib kelib qo'ymaslik uchun qanaqa haligingiz bor? Nima deydi? Ularning motivatsiya sohasimi yoki bo'lmasa mana bu chegaradan chiqmaganda ularni himoya qilasizmi? Chunki siz завоевательsiz, ular operatsiyangiz tilga qaraydi, armiyada aytadigan bo'lsa agar. Ular o'zi o'sha tilda yurishadi. Endi bu tonus ushlab turaman faqat. Boshqa yo'lini bilmayman hali. To'g'risini aytaman. Mana qarangda, men aytaman, hali O'zbekistonda emas, butun dunyoda o'tirib olib, reja qilib olib, hamma risklarni hal qilib olib, keyin yo'lga chiqib bo'lmaydi. Eng kichkina hamma bilgan narsani yo'lga chiqishmaydi agar shunaqa qilishadigan bo'lsa. Hech qachon yo'lga chiqmaydi. Hamma bilgan narsani bitta o'y problemalarni bilib olib, yo'lga chiqib urish kerak-da. Kelgan problema bilan lop-lop jang qilish kerak bo'ldi. Tayinlab olish bu yo'l emas. Unaqada hech qachon yo'lga chiqa olmaydi. Unaqalar undan ko'ra shunaqa kuchli komanda, kuchli kemaga chiqib olishsin, ketaversin. Zaif komandamda meni zaif odamlarim ko'p. Shuning uchun men ularni robot deyman. Ularga ortiqcha ish yuklama. Olasan, qo'yib qo'yasan. Olasan, qo'yib qo'yasan. Shu ishni o'zini ber bo'ldi deyman. Reglament bo'yicha ishlashsin bo'ldi. Javobgarlikni olgan bolalarni ko'taraman. Olib, javobgarlikni bo'yniga olib, bo'ldi.
man javob beraman kallam bilan deganlarni ko'tarish boshlayman. Rahmat kattakon. Aziz do'stlar, o'zinglarning fikrlarini Umtakani fikrlariga bildirishinglarni xohlardik. Kommentariyalar yozinglar, sporlashinglar, o'zinglarning kommentariyalarni biza eng qiziq kommentariyalarga albatta mukofotimiz bor. Ya'ni shaxsiy maslahat sifatida 1 soat, 2 soat vaqt ajratamiz. Nima deysiz, agar qiziqroq chiqib qolgan bo'lsa? Shunaqa qilamiz. Savol bo'lsa yana alohida ko'rishsak bo'ladi. Lekin juda ham zo'r fikrlarni berdi. Men o'zim ham aytayotgan narsalaringizni hozir boshqacha kashf qilyapman. Sizni o'zingiz boshqacha kashf qilyapman. Xarakteri juda ham kuchli inson, ya'ni o'sha 47 ta filialni ushlab turishingiz, 47 ta filialni keyingi etapga chiqarishingiz, yana 750 ta odamga ustozsiz по-любому. Chunki kimdir tirikchilik uchun kelyapti, lekin kimdir boshqa maqsadda kelyapti, lekin hammasi baribir shu odamning qo'lida ishlaganmiz, mana shu tizimda ishlaganmiz. Ertaga bularni aytaylik 10% 5-10 yil ichida qanaqadir boshqa bir loyihalari, o'zlarini oziq-ovqat restoranlari bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. O'sha sizlarning hammasi shogirdingizda 750 ta odam. Juda ham katta mas'uliyat, mana aytgandek, javobgarlik, mas'uliyatni olganingizga men qoyilman. Menimcha bu sizni hali endi 10 ta qadamingizdan birinchi qadamingiz deb o'ylayman. Keling, suhbatimiz davomini keyingi etap haqida. Sizni keyingi etapingiz, keyingi 10 yillikdagi rejalaringiz qanaqa? Qaysi tog'ni zabt etishni niyat qilib qo'ygansiz? Bilaman, boya aytganingizdek oldindan aytishni yoqtirmas ekansiz rejalarni. yo'q, men oldindan aytib yurardim. Oldindan aytgan har bir manzilim uzoqlashib ketadi. Keling, siz bilan keyingi manzilga erishganimizdan keyin suhbat qilsak yaxshiroq deb bilaman. O'zbekiston ichidami, xalqaro loyihami? Xalqaro. Xalqaro albatta. Endi mana hozirgi men to'g'risini aytsam, men har 5 yilda o'zimda va kompaniyamda transformatsiya qilaman. Har 5 yilda. To'xtayman. Xo'p, bu 5 yilda nima bo'ldi? Hayotimda, ishxonamda, o'zimning xarakterimda, dunyoqarashimda. Yo'nalish to'g'rilash kerakmi, korreksirovka qilish kerakmi, yo'qmi? Keyingi 5 yilda qanaqa bo'lishim kerak? Sababi bu 5 yillikda qilingan xatolar keyingi 5 yillikda foyda berishi mumkin. Yoki siz o'tgan yili noto'g'ri deb turgan narsangiz bu yil to'g'ri ekan deysiz. Bari o'zgarasiz. Hayotimiz o'zgarar ekan, dunyoqarashimiz kengayar ekan, har xil opit olar ekanmiz, baribir ko'p narsalarda o'zgaramiz. Men hozir endi to'g'risi mana shunaqa etapga o'sha 5 yillikka keldim. Hozir transformatsiyadaman. Bu yog'iga qanaqa bo'lishim kerak? Mana shu ko'p aql o'rgatib yuborish, narsa qilib yuborish narxlarini kamaytirishim kerak. To'g'risi, o'zim amal qilishga boshlashim kerak. Shuncha aytmoqchimanki, juda ko'p hozir kuzatuvchilarimizdan kechirim so'ramoqchiman. Agar qayerdadir nimagadir hayotingizga aralashayotgan bo'lsangiz, biz faqat o'zimizni dunyoqarashimizga ulashamiz. Lekin bizdagi bo'linglar demaymiz. Balkim bizdagi bo'lish bu yo'lga natija bermasligi mumkin. Sal boshqacharoq bo'lish kerakdir balkim. Balkim, lekin bitta narsani bilaman, bir narsa o'zgarmaydi. Javobgarlik hissini olgan insonning o'sishi. O'zi umuman tadbirkorni hammadan ajralib turadigan ikkita dona xislati bor. Bittasi o'zboshimcha bo'ladi ular. Mana o'zboshimcha deydi, shulardan chiqadi tadbirkor. Ikkinchisi javobgarlik hissini oladi. Ana shu ikkita narsaga amal qilsa bo'ladi. Qolgan narsalarni xohlasa olishsin, xohlasa boshqacha yo'l qilishsin, nimagaki hammani erishgan natijasi har xil. Hamma o'zini og'rig'i, ichidagi dunyoqarashi va uni hayotidagi bo'lgan ko'tarishlar, tushishlar va muammolardan kelib chiqib shakllanadi. Menga Xudoyim eng katta sovg'asi, ana o'sha yerda menga tadbirkorlikda qo'limda bor pulimga ko'nib turib imkoniyat bergan bir inson bo'lsalar, ikkinchisi mana ustoz fast food sohasida menga dunyoqarashimni kengayishiga sababchi bo'lgan Somon akaman. Baraka topsin. Alloh yetkazgan. O'sha qaranglar-da, mana inson Alloh taolosiga bir insonni uchratadi, o'shani vaqtida ushlab qolish kerak o'shani. Shunday ushlash kerak. Qo'yib yuborish kerak emas. Ya qo'yib yubor desa ham shunday ushlab olish kerak hammani. Birinchi buning uchun maqsad kerak. Agar maqsadingiz aniq bo'ladigan bo'lsa, siz ustozni taniy olasiz.
maqsadingiz bo'lmasa bugun bu ustoz ertaga u ustoz buni ustoz mana rosatda endi yurasiz. mana endi zo'r gap keldi sizga. Mana ko'pchilik tadbirkorlarning ichida yurish kerak ekan, networking qilish kerak ekan deyishadi. Lekin restorator mana yerda pamper ishlab chiqarayotganchi bilan yuradi. Yoki don quruvchi bilan. Ey baraka topkur, sani ishing fast food yoki ovqatlanish. Nima bor sanga pamper ishlab chiqaruvchi bilan yoki salafan ishlab chiqaruvchi bilan yoki don quruvchi bilan. To'g'ri, ideologiya, dunyoqarash, strategiya bir xil bo'lishi mumkin, lekin sen o'zingni hamkasblaring bilan, boshqa restoratorlar bilan, o'zingdan kuchli restoratorlar bilan yursang, ularni bosib o'tgan yo'li ko'proq sanikidan, ular qilgan xatoni san qilmasligingga imkoniyat bor-ku deyman. Masalan, menchi mana okey, mana bir oyda bir marta mana hozir yaqinda ham o'tirdik, biz ana ko'rishib turamiz ko'p. Hozirgi kunda kim masshtabiy o'ynab qo'yadi? Sityo'lardan ayting. Safiya. To'g'ri? Shirinlik. Un bilan o'tiramiz. Mana biz 6 kishi o'tiribmiz, hozir oxirgi payt ko'p gaplashamiz. Safiya, Belissimo, tarmoqlarning xo'jayini, Safiya tarmoqlarning xo'jayini, keyin Evs, keyin Bon, men o'sha Maqsadlar o'xshash bo'lganligi uchun Cambridge degan o'quv markazi bor. U bola Jahongir Po'latov, taniysiz. Jahongir Po'latov yaxshi tomoni mana bizda mana общепитga aloqalar bilan qolgan hamma общепитchilar sityaviklar. Ular ham o'qishda, ilmda sityaviklar. Ularni bizga beradigan katta qadriyatlari nimaki? Ilmda yuradilar ular. Trendiy ilmlar bor ularda. Energiya kuchli, juda ham kuchli. Chet ellarga borib, qaytadib tog'larni zabt qilishga yugurib keladilarmi? Jahongirga yuguradilar, qatlarnidir, nimadirlar qiladilar. Ironman musobaqalarga qatnashib yuradilarmi? Energiya dahshat. Trendiy ilmlar bor. O'shalarni ulashadilar. Sizni energiya manbaingiz qayerda? Jismoniy energiya manbaingiz. Trenajyorga borasizmi, yugurasizmi yoki yurasiz? Ko'p yuraman. Men yurish kanda qilmayman. Lekin suhbatchim bo'lsa yaxshi. Bitta o'zim yursam kam yuraman. Yo telefonda eptek bilan kim bilandir gaplashib boshlayman. Yo yonimda bitta suhbatkash olaman. Menga eshitadigan quloq bo'lsa bo'ladi deydi. Yoki menga gapirib tursa eshitaman. Yuraveramiz qilib. Oxiri o'zi uydan telefon bilan soat 2 bo'lib qoldi. Qarasangiz shaharlar chekkasiga ketib qolibsiz. Yo'q qolib kelasizmi deyishadi. Ha, hozir kirolman deyiladi. Aytmoqchimanki, hammani yo'li har xil. Hammani qanaqadir qolipga olib bo'lmaydi. Bundan oladigan natijalar nimaki? Ha, bo'ldi mana. Javobgarlik qism bo'lishi kerak ekan va hammani ham aytganini qilishim kerak. O'z boshimcharoq bo'lish kerak. Da, to'g'ri, xafa qilgimiz kelmaydi. To'g'ri, onamiz aytganini qilib qo'yamiz. Negaki onamizni yaxshi ko'ramiz. Onamiz jannatimiz kaliti, to'ppa-to'g'ri. Biz onamizni rozi qilishimiz kerak. Ularni komfortlarini qilib berishimiz kerak. Lekin bizni biznesimizda yoki oilamizdagi farzandlarimizni tarbiyasidagi zamonaviy bilimlarda bir xil payt baribir logichniy fikrlar chiqarishimiz kerak. Onamiz ham ayolligini esimizdan chiqarib qo'yishimiz kerak. Men juda ko'p afsuski ukalarimiz uchrab qolishyapti, onasini tazyiqlardan, gap so'zlardan kirib, ajrashishlar ko'payib ketyapti-da. Men bunga qarshiman. Bizni ayolimiz qanaqa ko'p xato qilsa, onamiz ham xuddi shu ayol. Mana adam zo'r gaplari bor. Qo'h u sani buving bo'lsinlar, mani onajonim. Qo'h u sani amming bo'lsin, mani opajonim. Qo'h u sani onang bo'lsin, mani ayolim. Qo'h u sani singling bo'lsin, mani qizim. Qo'h u sani ayoling bo'lsin, mani kelinim. Bularga biznesing siringni aytma. Bularga siringni aytma deydilar. Qaror o'zing qabul qil deydilar. Qaroringni qanchadir qismida ayol kishi aralashib qolsa, bu qaroringni ishlashini ehtimoli pasayadi deydilar. Nega ular ayol. Ayol kishicha bilasizmi, his-tuyg'ularga beriladi. Bilasiz? Biz aytamiz-ku, bizni agar ayolimiz
aqli bilan sevishni boshlasa bizani, u ham mana baxtsiz bo'lish ehtimolimiz katta. Agar biz erkaklar ayolimizni yuragimiz bilan sevishni boshlasak, uni ham bizni ham baxtsiz bo'lishimiz ehtimoli katta. Shuning uchun biz ayolimizni aqlimiz bilan sevishimiz kerak. Ayolimiz bizni esa yuragi bilan sevishi kerak. Qalbi bilan. His-tuyg'ulari bilan. Agar aql bilan sevishni boshlasa tamom. Juda katta fitna chiqadi. Shuning uchun aytamanki, his-tuyg'ular bor paytda qarorlar qabul qilinishi juda ko'p xatolarga olib keladi. Shuning uchun bizni onalarimiz ham bir xil payt his-tuyg'ularga berilishadi. Xudoga ming hamd shukr, bizni onamiz unaqa emasda. Kelinlar bilan aloqalar zo'r anaqalar qo'yib qo'yganlar. Hamma muammosini o'zi hal qiladi uyda. Xudoga ming hamd shukr, lekin juda ko'plar afsuski farzandlarni o'ziga qo'yib berish kerak. Er-xotin o'zi urushib, talashib, o'rganib, bir-birini yashab ketishadi. Men endi 29 marta kuyov-jo'ra bo'lganman. Eng zo'r konsultant kuyovlarga. Har doim kuyovlarim oldimga kelib, "Aka, mana shunaqa bo'lyapti-da, siqilib ketaman-da, mana bunaqa bo'lyapti, oyim bilan mana bunaqa bo'lyapti-da" deydi-da. Keyin 3 yil sabr qil deyman. 3 yil sabr qil, xudo xolisa hammasi yaxshi bo'lib ketadi deyman. Keyin yonimda aytadi, "Nima bo'ladi aka 3 yildan keyin? O'zgaradimi ayolim? Nima bo'ladi?" desa, "Yo'q, 3 yildan keyin o'rganib qoladi" deyman. Hamma o'rganadi. Oying ham, ayoling ham, san ham. O'rganib qoladi deyman. Hamma muammolarni o'rganib oladi, o'shani qilmaslikka harakat qiladi bo'ldi. Ayol kishi oxirigacha kurashadi. Bilasizmi, biz bir xil payt, bir xil joylarga borsak, ana erkaklar kirsa, deb chiqib ketadi-yu, ayollarning ishiga arash. "Voy, mujiku, nimaga hal qilmasdan chiqib ketyaptilar? Nimaga deb ketyaptilar? U odam уже kurashib charchab ketgan уже. Bu dono odam. Ana, u donolikka erishgan уже. U bilan kurashishdan foydasi yo'qligini u tushunib yetmaganlar уже. Bor, gapirgandan foydasi yo'q, bunga chiqib ketadilar desam. Ular kurashaveradi. Bularcha xuddi anaqaga o'xshashadi. Ana bir xil aytadi, "Men aytganman" deydi. Aytganimni qilmadi deydi. Yo'q, bu anaqaga o'xshaydi deyman. Qayta обновление qilib turish kerak. U mana masalan, check-updan o'tib turish kerak. Постоянно sog'lig'ini anaqalar olib turish kerak, vitaminlar ichib turish kerak. Xuddi shunga o'xshaydi. Balans kerak doim. O'rtada har doim qayta aytib turaverish kerak ularga. Eslatib turaverish kerak, o'rgatib turaverish kerak, eslatib turaverish kerak, o'rgatib turaverish kerak. U bir marta aytib qo'ydim, qilmadi. Bo'ldi, javobini beraman. U noto'g'ri narsa. Menimcha yoshlarimiz uchun juda ham kerakli ma'lumotlar bo'ldi, chunki bizning auditoriyamizda shu yaqinda uylanmoqchi bo'lgan yosh yigitlar ko'p. Uylanish kerak. Uylanish kerak birinchi. Mas'uliyatni olish kerak va olg'a tog'larni zabt qilish kerak. Ajrashish har qanaqa vaziyatda ham ajrashishni o'ylash kerak. Shun bilan oxirigacha man deyish kerak. Shuni. Undagi bo'lmasa podpishchilarimizga qissa qilib bir 4 ta 5 ta London maslahatlarni beramiz. Bo'ldi, aytdim-ku. Aytdingiz hammasini. Menimcha shu. Javobgarlik hissi va shijoatli bo'ladi. Shijoatli odamchi natijaga baribir erishadi. Tushunsa, shijoati yo'q odam hech narsaga erishmaydi. Yaxshi shijoati yo'q odam qanaqadir darajaga chiqib, chiroyli baxtli hayot kechirishi mumkin, lekin katta natijalarga erishish uchun shijoat kerak. Lekin shijoatingiz yonida ilm bo'lsa, maqsadlaringizga tezroq erishasiz. Mana men bu undan oldingi podkastda aytdim, ko'pchilik aytadi, 3 ga o'qigan odam natijaga erishar ekan, 5 ga o'qigan erishmaydi ekan deydi. Noto'g'ri. To'g'ri, 3 ga o'qigan bola erishayotgani sababi uni shijoati bor-da. Shijoat bilan erishadi. Lekin 3 ga o'qib turib shijoat bilan natijaga erishganlarcha juda ko'p qurbonlik beradi. Juda ko'p qurbonlik beradi. 5 ga o'qib turib yana shijoati bo'lsa, bu mo'ljallangan natijaga kam qurbonlik bilan boradi. Qurbonlik nima? Qurbonlik bu siz dunyoqarashingiz kengayib ketaveradi, o'sirasizda, atrofingizdagilarni tushunmay qolasiz. Sababi sizda yo'q edi-yu, sizda bo'm-bo'sh edi. Bo'm-bo'sh edi va siz bo'm-bo'shligi paytda atrofingizda bo'm-bo'shlar bilan do'st bo'lgansiz, bo'm-bo'shga uylangansiz. Siz buni to'ldirish uchun siz yugurgansiz.
man ishlashim kerak, dunyo qarashim kengayishi kerak degansizda, to'ldirib olganingizdan keyin atrofingizga qarasangiz, hamma pustoy bo'lib qolib ketgan. Ana ularni yoningizdan chopib qora olmaysiz. Hammani ham chopib bo'lmaydi. Qaysidir bolalarni, do'stlarni anaqalarni chopasiz, lekin yoningizdagi qiyomatli do'stingiz bor yoki oilangiz bor. Uni voy, men to'ldim, sen pustoy ekansan. Seni chopdim deya olmaysiz. O'sha ham mas'uliyat. O'sha pustoy bilan yashaysiz. O'zi mana a'lochilar shijoatli bo'lsa, u nima qiladi? Ozgina o'zida bo'ladi, o'zida bo'rini oladi-da, keyin nimadir olsa unga ham beraveradi. Oladi, beradi, oladi, beradi. Ana pustoyda berishga vaqti bo'lmaydi, o'zida yo'q edi u. U shoshadi. Shoshgandan keyin ulashga vaqti bo'lmaydi. Keyin to'lgandan keyin atrofdagilarni ko'rmay qoladi, pisand qilmay qolishi mumkin. Ko'pincha nima deyishadi? Boyib ketdi, o'zidan ketib qolib, ajrashib ketdi deyishadi. Ma'nosini bilasizmi shuni? U boygandan keyin, dunyo qarashi kengaygandan keyin yonidagi savdoshlarini dunyo qarashini bir-birini tilini tushunmay qolishadi. U tog'dan kelsa, bu bog'dan keladigan bo'ladi. O'shani ham javobgarligi bor-da. Masalan, mas'uliyat deganingiz oxirgacha mas'uliyat bor. Mana shu qurbonlik deganim shu. Bo'ldi, endi tushunmayotgani bilan yashashga majbur endi. Unda ayb berish kerak edi, yonidagi. Keyingi sinov o'sha. Keyingi sinov o'sha. Bundan o'tdi, maqsadga erishdi, endi bu. Men shuncha aytaman-da, 3 ta narsa bor insonni baxtli qiladigan deydi. Sog'liq, pul va sevgi. Sevgi bu yaratganga, atrofdagilaringizga, atrofdaglaringiz sizga, sog'liq ma'lum, pul ma'lum. Lekin 3 tadan bittasi doim bo'lmaydi. O'zgaruvchan. Tanlov sizning qo'lingizda. Birga sog'lig'ingiz bo'lmay turadi, sog'lig'ingiz tiklanadi. Lekin sevgi ketib qoladi. Sevgi qaytadi, lekin pul ketib qoladi. Lekin uchalasi baravar hech qachon bo'lmaydi. Mana ham aytsin. Kim eng zo'r natijaga erishgan? Borib so'rang. To'g'ri deyishadi. Imminda mana shu kombinatsiya bizni o'stiradi-da. Bo'lmasa o'sha lekin bu o'zgaruvchan. Hech qachon doimiy uchalasi bitta payt bo'lmaydi. Bittasi kelsa, bittasi ketib qolaveradi. Bu mana bu sevgi bilanchi ana pul bori kelishmaydi ko'pincha. Ikkalasi bilan ham sog'liq kelishmaydi. Ular bitta joyda turisha olmaydi. Kelishmaydi. Shuncha aytamanki, eng zo'r, eng baxtga erishadigan odamlar bular yakka tadbirkorlar. Yakka tadbirkor. Bitta bola bor, dizayner, dizayn qiladi, chiroyli proyektlar qiladi. Bitta o'zi qo'li bilan yaratadi, pulini oladi. Yoki zo'r operator bor, zo'r narsalar oladi, klip kinolar oladi, pulini oladi, ketadi. O'zini ijodidan maza qilib, bitta o'zi maza qilib yashaydi. Oilasiga ham vaqt ajratadi, ijodiga ham. Shuncha aytaman, insonni o'zi statistika bo'yicha dunyoda $2000 ko'p topganlar boy ekan. Dunyoning 50%, 20%, 2000 ko'p topadi. Bo'ldi, 2000 dan ko'p topgan tadbirkor o'zi u boy. O'zi baxt. Agar shunda ham agar inson o'zidan nolayotgan bo'lsa, u 2 million topsa ham baxt topolmaydi baribir. Shuncha bor bitta o'qitib yuborgan o'zim deyman. Hazil qilibchi, ana 2000 topib ham oilasi sog' salomat, ota-onasi sog'lom, shukur qilishni bilmagan, oilasi sevgani, bolalari bor odam oyiga 2000-3000 topib bersa, nolisachi bor o'zingni o'qitib qo'ying deyman-da, to'g'risi. Shukur qilishsa baxti aslida. Xarakter shu. Shukur. Mana aytdim-ku, ana boyagi do'stimga o'xshab, menga syu yetadi deya olish ham, осознанный yetadi deya olish ham baxt. Осознанный. Bir xil ana неосознанный bo'ladi, yetadi. Dangasalikdan Deyishi ham noto'g'ri. Mana u qila olishini biladi u. Qila olishini biladi u. Qilmasligini o'zi bilib tanlayapti. Lekin juda ko'pchilik qila olishiniga uver emas. Qanaqa qilishni ham bilmaydi, lekin menga yetadi deydi. To'xta. Hali bunga o'yering bo'lmasdan turib menga yetadi deyishing seni ilmsizliging. Shuni ilm bilan ke shunga o'zing deyman bo'ldi. Bir xilla
anavi Absattor bor edi, bilasizmi, Instagramda zo'r etadi. Qanchadir qatlam o'zini omadsizligidan romantika yasab olgan deydi. Ya'ni o'qigan u kambag'al edi gapiradi. Men kambag'al so'zini ishlatgim kelmaydi. Omadli va omadsiz degan so'z ishlatadi. Успешный. Kambag'al so'z nimaga xunuk eshitiladi hisoblayman. Shunaqa gaplar. Menimcha suhbatimiz yaxshi bo'ldi. Juda ham chiroyli suhbat bo'ldi. deyman. O'zimizda qolmaydi hozir. Ko'p gapiramiz. Niyatimiz bizani o'ziga tochka B deb bilgan insonlarga ulashishdi. Bu ham bir berishchi bir turida. Menimcha juda ham samimiy suhbat bo'ldi. Men o'zi shunaqaroq samimiy, bemalol gapirib tashlayman-da, keyin katta haytda kutib olaman. Kibrli deydi, kimdir nimadir deydi. Anaqa gapirar ekan. Biz hammamiz har xil chistotadamizda. Siz ham, men ham masalan maqsadimiz shu vektorimiz shu tomon bo'lsa, baribir bundoq qarasa 1 gradus, yarim gradus farq qilamiz qanaqa xohlamasak. Butun auditoriyamiz hammasi vektori bizga yo'nalmagan. Обязательно kimdir shu etapga hali kelmagandir yoki kelishni xohlamayotgandir. Kimdir o'sha o'zini haytini aytadi. Bunga narsaga e'tibor bermasligimiz kerak. Kim rahmat, zo'r suhbat bo'ldi deganlari bizga energiya berish kerak. Shu. Shunaqa. Instagramda davom etar ekan o'tirishi, TikTokda o'tirishi davom etar ekan. Bu mani bolalarimga konkurensiya kamroq bo'ladi. Imkoniyatlari ko'proq bo'ladi nimagadir erishish uchun. Agar ular davomli o'tirmoqchi bo'lsa, bemalol davom ettirishsin, o'tiraversin. Menimcha juda ham zo'r xotima bo'ldi. Shunaqa. Bu haqiqiy motivatsiya bo'ldi deb o'ylayman. Tomoshabinlar, o'zingizlarning fikrlarni qoldiringlar. Sizlar qanchalik Instagram yoki TikTokka muhrlanib qolgansizlar, qanchalik bog'lanib qolgansizlar va bular qanday kurashayotganlarni boshqalar bilan bo'lishsanglar ham foydali bo'lardi. Aka, kattakon rahmat. Maza qildim men shaxsan. Mana Yana kelajakda boshqa loyihalarda birga uchrashish nasib qilsin. Rahmat kattakon. Ya, ishlaring yurishar bo'lganda xarakter, undan ham kuchli bo'lar bo'lganda taktika. Hech narsa qolmasa qoladi xarakter. Bundan bu yog'i faqat o'zingdan praktika.